Hammaga salom. Uzbek Economics podcastining navbatdagi soniga xush kelibsizlar. Har doimgidek sizlar bilan men Botir Qobilov va Behzod Hoshimov. Behzod, assalomu alaykum. Formang yaxshimisiz? Assalomu alaykum Botir aka, assalomu alaykum qadrli tinglovchilarimiz. Tanaffusdan keyin sizlar bilan ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Eslatib o'tamiz, bizning podkastimizning homiysi Juru. Juru Markaziy Osiyodagi yetakchi infratuzilma va energetika korxonasi. Juruga katta rahmat va tinglovchilarga ham rahmat. Bizni pauzani deylik ko'p kutib qolmadinglar degan umiddamiz. Botir aka, nima haqida gaplashamiz bugun? Bugun haqiqatda anchadan beri yozmadik. Jahon chempionati bilan hamma band edi, baribir ham shu orada ko'p mavzular yig'ilib qoldi deb o'ylayman. Asosan O'zbekistonga bog'liq bo'lgan va hammasini bugun qamrab olish vaqtimiz yetmasa kerak, lekin eng muhimlaridan boshlaymiz. Menimcha shu xonadagi katta fil va o'sha ko'p muhokama bo'layotgan mavzulardan biri bu alifbo. O'zbek tilining o'sha lotin yozuvidagi alifbosiga o'zgartirishlar kiritish haqida. Men ham yozdim, siz ham yozdingiz. Bu ming yildan beri muhokama bo'ladigan narsa. Shu to'g'risida gaplashsak bo'ladi, menimcha. Men ham o'ylaymanki, O'zbekiston ya'ni tarixiy ma'noda qiladigan katta xatolarini oldida turibdi va bu haqida gapirmasak bo'lmaydi deb o'ylayman. Bundan ham bir taxminan 3 yil oldin, 2023-yilda ham mana shu bir gap bor. O'zi har nechadir yilda bu qaytib keladigan mavzulardan biri. Yana bitta shunaqa mavzu bor aytmoqchi. Yangi yilda agar bilsanglar, ko'p oziq-ovqat mahsulotlariga Covid paytida shu bojlar yo'q, nollashtirilgan edi, narx arzonlashtirish uchun. Mana Covid bo'lganiga mana xudo xohlasa 6 yil bo'lyapti. Har yili shu yangi yil arafasida u ya'ni 1 yillik beriladigan bojlar nollashadimi, nollashmaydimi degan diskussiya bo'ladi. Har doim oxirigacha intriga qolib, keyin yana 1 yilga cho'zib berishar ekan degan gap chiqadi va hamma xursand bo'ladi. Va bu ham shunaqa narsa bo'lishi anaqasiman, tarafdoriman, ya'niki bu haqida diskussiyalar bo'ladi. Anaqa deylik, alifboni o'zgartirish kerak deydiganlar gapirishadi, buni o'zgartirish kerak emas deydiganlar ham gapirishadi va natijada alifboyimiz o'z holida qoladi degan umidim bor va bu narsa bo'lishiga iloji boricha harakat qilyapman va qanaqadir ma'noda o'zim hissamni qo'shyapman deyman. Ya'ni alifbo hozirgi joydan o'zgarmasligi kerak deb o'ylayman va bunga bir talaygina sabablari mavjud. Shu haqida menimcha bugun gaplashamiz, to'g'rimi? Zo'r. Menimcha ikkalamiz fikrimiz, qarashlarimiz bitta joydan chiqadi, ya'ni mustaqil ravishda, lekin men ham sizga o'xshab xuddi shu fikrdaman. Bu mavzu haqida ancha o'zi aynan men o'sha avlodda bir vakilman. 97, 8, 6-yillar o'rtasida Kirilldan lotinga o'tganda bizlarning ota-onalarimiz qanchalik qiynalishganini, qanaqa qilib meni avlodim katta avlod o'rtasida katta bo'shliq paydo bo'lib qolganini, ya'ni oddiy maktabda uy vazifa ishlarini men hammasini o'zim qilganman. Qisman shu alifbodagi o'zgarishlar sabab. Chunki bitta avlod ikkinchi avloddan butunlay uzilib qolgan. Lotinda yozishni shu kirillda o'qiganlar umuman bilmasdi, endi hozirga yetib olishdi, lekin ya'ni o'sha o'zimni shaxsiy hayotimdan ham ayta olamanki, ko'rganmanki, alifbodagi o'zgarish bu oddiy yuzaki bir peshlavhadagi harflarni o'zgartirib qo'yish emas, balki bu bir necha avlodlarga ta'sir qiladigan katta o'zgarish ekanligini o'zimni tanamdan o'tkazganman. Shuning uchun har safar siz aytganingizdek, shu 2-3 yilda bu mavzu ko'tarilganda men ham o'z hissamni qo'shishga harakat qilaman, chunki bu o'ta muhim masala. Ya'ni faqatgina siz bilan meni taqdirimiz emas, balki kelajakdagi o'zbekistonliklarni taqdirini belgilaydigan masala bo'lgani uchun bunga yuzaki yondashish kerak emasligini menimcha biz muhokama qilishimiz kerak. Hech bo'lmaganda aytilishi kerak bu tomonlar. Shuning uchun to'g'ri mavzu tanladik deb o'ylayman. Keling, boshdan Behzod, masala qanaqa qilib yondashsak bo'ladi? Xo'p, men qanaqa bu haqida o'ylayman. Alifbo bu biz o'z fikrimizni bayon etadigan bir vositalardan biri. Ya'ni hozirgi o'zbek tilida biz lotincha harflardan, lotincha simvollardan foydalanamiz va tovushlarni ifoda etamiz. Taklif qilinayotgan g'oyalar shundan iboratki, o'zbek tilida ayrim harflar bor, o'sha harflarni o'zgartirishimiz kerak qanaqadir sabablarga ko'ra. O'sha
o'sha harflar bu ch va sh harfi va o va g harflari. Ya'ni o harfini endi hozir o harfi qanaqa yoziladi? O'ga bundoq tutuq belgisini teskarisi qo'yiladi, ya'ni o yoziladi va tutuq belgisini teskarisi. Va g ham xuddi shunday. Ch esa inglizchada ch deb yoziladi, ya'ni c va h harflari. Shularni o'zgartirish taklif etilmoqda. Mani fikrimga ko'ra, bu albatta katta xatolardan biri. To'g'ri, nima deydi, arabchadan oldin lotinchaga, keyin lotinchadan kirilchaga, keyin kirilchadan yana lotinchaga o'zgartirilgani kabi katta emas, chunki lotincha sal-pal baribir yaqinroqligi qoladi, lekin shu bilan birga baribir ham nisbatan katta. Chunki katta bo'lmaganda o'zgartirish kerak bo'lmay qoladi. Endi nima uchun bu xato qarorlardan biri deb o'ylayman? Chunki boya aytilgandek, bizda katta bir plast mavjud, ya'ni katta bir aholi soni mavjud. Botir, siz tug'ilgan yingiz 90-yil, to'g'rimi? Shunaqa. Siz 90-yillar bilan maktabda o'qiganmisiz? 91lar bilan, yo'q, men 89lar bilan o'qiganman desam bo'ladi. Ya'ni bitta sinf sakraganman. Jadallashgan maktabda sinfda o'qiganim uchun bitta sinf sakraganman. To есть mendan 1 yosh kattalar bilan o'qiganman. Ya'ni sizni tengqurlaringiz lotinchada alifboni o'rganishgan, to'g'rimi yoki kirilchadami? Shunaqa. Men lekin o'zim maktabga chiqishdan oldin kirilchani o'rganganman. Hamma o'qigan, maktabgacha bo'lgan hamma kitoblarim kiril alifbosida. Yo'q, to'g'ri, lekin maktabda lotincha alifboda o'qitilgan. Shunaqa. Birinchi sinfdan to'g'ri lotin. Men 92 bilan o'qiganman, 93-yilman, lekin bizda ham endi lotincha harflarda savodimiz chiqqan. Endi men nima demoqchiman bunga? Mana sizni avlod masalan 36-37 yoshga qarab ketyapti. Meni qariligimni eslatish shart emas edi degan. Aytmoqchiman, O'zbekistonda sizdan yoshlarni soni yarim aholidan ko'p-da. Ya'ni bizda taxminan masalan sizdan 1-2 yosh katta va deylik 7 yoshgacha bo'lgan insonlar 10 million inson mana shu hozirgi alifboda o'z savodini chiqargan va o'sha harflarda o'qishni yozishni o'rgangan. Bundan oldingi avlod, ular ham bir necha 10 million edi, ular kirilchada o'rganishgan. Va hali ham mana biz O'zbekistonda yashab kelamiz, bilamiz, xabarimiz bor, hali ham bu tafovut mavjud. Men masalan o'zim deylik yaqinlarim bilan, bir xil qarindoshlarim bilan, aka-ukalar va hokazo masalalarda mendan ozgina katta bo'lsa qarindoshlar, jiyanlar yoki amaki tog'alar, ya'ni mendan kattaroq lekin ingliz tilini bilmaydigan avlod bo'lsa, katta ehtimol bilan o'zbekcha yozilganini tushunishmaydi. O'shanga masalan audio ana qilib O'zbekistonda juda ham mashhur yoki rus tilida yozish ko'paygan. Bu odamlar maishiy deb o'ylashingiz mumkin, lekin men bunga ikkita misol keltiraman. Birinchisi, kanalimda yozgandek va men sizga ham ko'rsatgandek, O'zbekistonning rasmiy Tashqi ishlar vazirligi veb-sayti va u yerdagi yozilgan narsalar. Men diqqat qaratmoqchi edim Tashqi ishlar vazirligi veb-saytidagi xatoliklarga. Nima uchun? Chunki Tashqi ishlar vazirligida juda ham ko'p yuqori malakali mutaxassislar ishlaydi. Misol uchun ko'chadan kirgan odam u yerda deylik ish olib bora olmaydi. Har kuni ular hujjatlar bilan ishlashadi va hokazo. Va ular lotinchada o'z veb-saytlarini qilganda, blanklar qilganda, mana rasmiy blanklar qilganda ham o'zbekchadagi alifbo almashish natijasidagi xatolar hali ham qilishyapti. Masalan, tug'ilgan o'rniga tug'ilgan deb yozilgan. Ya'ni qaytaraman, bu rasmiy Tashqi ishlar vazirligini, O'zbekistonning Amerikadagi elchixonasi sayti va boshqa barcha elchixonalardagi blanklarda qilingan xato. Masalan, bo'ladini bo'ladi, ya'ni u orqali yozilgan. Ko'pchilik biladi, masalan, lotinchada yozgan odam ham xo'pni xo'p deb yozadi. Men Telegramda xo'p deb terib qo'ydim. Juda ham ko'p odam menga xo'pni xo'p deb yozgan. Nima uchun? Chunki o va u orasidagi farqni kirilcha bilan lotinchada farqli. Kirilcha o'zbekchada o tovushi, ruscha u harfi va tepadagi tomi bilan ifoda etiladi. Lotincha o'zbekchada esa o va tutuq belgisini teskari belgisi bilan ifoda etiladi. Mana shu tafovutni o'zida hatto Tashqi ishlar vazirligi saytidagi blanklarda va rasmiy hujjatlarda orfografik xatolar tiqilib yotibdi. Yana bitta qiziq narsa. Mana shunga o'xshagan jiddiyroq hujjatlar to'ldirayotganda ko'pincha menga masalan anaqa bojxonada ham bo'lgan, har xil boshqa joylarda ham bo'lgan xatoliklar bo'lmasligi uchun ruschada to'ldirib qo'ya qoling deyshadi.
yoki kirilcha to'ldirib qo'ya qoling deyishadi. Bundan oldin esingizda bo'lsa, endi eski O'zbekistonda bojxona deklaratsiyasi degan narsa bo'lardi-da. U yerda o'sha yerda lotinchada yozib kelgan. Mana tasavvur qiling. Mustaqil O'zbekiston masalan 2015-yil men Amerikaga ketyapman magistraturaga. Bojxona deklaratsiyasini to'ldiryapman. Kelganda ham, kirganda ham. Lotinchada to'ldirsam, bojxonachi yo'q, men tushunmayman, chunki u yerda summani, misol uchun, so'm olib ketayotgan misol $1000 deb yozish kerak ketadi. $8345 deb yozish kerak. Endi unaqa pul mumkin emas, olib chiqib ketaman hozir. Hazillashaman. 2000 dan ko'p mumkin emas chunki. Endi masalan deylik, balki hazillashmayotgandirsiz. Yo'q, endi uni deklaratsiya qilmayman, dar hazillashayotgan bo'lsam. Endi masalan 1340 deb yozsangiz ham lotinchada ishchilar aytadiki, yoki kirilchada yozgin, yoki ruschada yozgin dedi. Chunki o'qish olmasdi. Va hokazo va hokazo. Hamma yoqda hali ham arizalar, hali ham muhim hujjatlar, hammasi lotin grafikasi emas, kiril grafikida qabul qilinadi. Barcha tashkilot muassasalarida, protokollarda va hokazo va hokazo. Ya'ni aytaman, O'zbekistonning eng deylik yaxshi ishlaydigan tashkilotlari, endi hozir otlarini aytib kelyapti-da, masalan, mana tashkilot bunaqa ekan deb hozir gap u tashkilotda ham emas-da, ya'ni men nimaga ahamiyat bermoqchiman? Bu tashqi ishlar vazirligining ham muammosi emas. Chunki barcha 40 dan oshgan insonlar lotin grafikasida fikrlanisha olmaydi. O'shaning uchun ular kirilchada yozishni xush ko'rishadi. Yana qaytaramiz, bunga 35 yildan ko'p vaqt o'tdi. Mana to'liq bir avlod, masalan, men ham to'liq lotinchada katta bo'lganman. Mana hatto siz ham va siz tenglar ham to'liq lotinchada katta bo'lishgan. Shunga qaramasdan shuncha yil o'tib ham tranzaksion xarajatlar turibdi. Shu kungacha. Shu kungacha. Menga kamida hozirgi O'zbekiston hukumatidagi 4 ta vazir darajasidagi ishlaydigan odam shaxsan menga aytganki, kanalingni o'qirdim agar kirilchada yozilgan bo'lganingda degan. Ya'ni hatto hukumatda juda ham yuqori lavozimda ishlaydigan insonlar ham lotinchada o'qish olmaydi. Men yana bitta narsa aytaman, ya'ni o'zim kanalimga taalluqli, yana O'zbekistondagi bir katta tashkilotda ishlaydigan inson meni kanalimni o'qimoqchi bo'lgan ekan va o'sha payt o'sha deylik yordamchisiga lotinchada yozilgan kanallarni va jumladan meni kanalimni kirilchaga transliteratsiya qilib beradigan anaqa programma orqali tashlab turishni talab etgan. Ya'ni shu boshqaruv joyida ishlaydigan insonlar hali ham lotinchada matnni o'qib, uni deylik tushuna olishmaydi. Ya'ni vaholanki qancha vaqt o'tdi va biz aytayotgan insonlar bu matn bilan kunda ishlaydigan insonlarda, ya'ni o'sha tashqi ishlar vazirligining saytlari bo'ladimi, blanklar bo'ladimi, o'sha bojxonachimi, bunaqa misollar talaygina. Shuning uchun hali ham O'zbekistonda rasmiy qanaqadir bir arizami, nimadir ko'rsangiz yoki qanaqadir qaror loyihasimi, boshqami doim kirilchada qilinib keladi. Endi hozir shuni bilgan holda biz yangi bir lotinchaga o'tsangiz, lotinchada ikkita parallel lotincha bo'ladi. Qaysi lotincha to'g'ri, qaysi lotincha noto'g'ri deganda. Mana shu narsa o'zi umuman lotinchani ishlatmaslikka va xatodan yiroq bo'lish uchun kirilchani afzal ko'rishimizga yoki boshqa tillarni afzal ko'rishimizga olib keladi. O'zi hozir ham o'zbek tili yoki o'zbekchada lotinchada yozish nima desam ekan, hali ham mainstream emas-da. Men esimda bor, men kanalimni lotinchada olib borardim, endi bundan bir 6-7 yil oldin bo'lib ketgan Telegramda. O'sha payt Telegramda deyarli jiddiy kanallar hech qaysi biri lotin grafikasida emasdi. Endi hozir ham shunaqa desa bo'ladi-ku, lekin baribir mana endi eslolmayman. Hatto kim bizda hozir lotinchada katta kanal olib boradi. Endi o'ylab ko'rish kerak. Ya'ni yozma matn ma'nosida gapiryapman-da. Menimcha Xushnudbek o'tdi. Xushnudbek o'tdi. Ancha yil u yaqinda o'tdi. Ancha yil baribir kirilchada olib borardi. Chunki hozirgi uni deylik o'qiydigan insonlar lotincha o'qishni boshladi. Va men o'ylaymanki, O'zbekistonda ikkinchi narsa mana shu mana shu ikkita har xil avlod bo'lgani uchunchi bizda yozma matn unaqa rivojlanmagan boshqa joylar kabi. O'shaning uchun ham bizda video juda ham rivojlangan, nima desam ekan, fikr yuritish manbasi bo'lib qolgan. O'shaning uchun ham misol uchun kimdir qanaqadir gapi bo'lsa, audio yuborsam bo'ladimi deb audio yuboriladi. Ehtimol video yuboradi yoki video yuboradi va hokazo hokazo. Ya'ni bizda misol uchun og'zaki deylik fikr ifodalash mashhurligini ham katta sabablaridan biri deb o'ylayman shu bo'lgan. Va men kanalimda shu haqida yozganimda bir narsa esimga tushgan edi, shu boshqa mamlakatlarda ham grafik o'zgartirishlar haqidagi diskussiya bo'lganda nima uchun bu qilinadi dedi. Agar misol uchun bosmachilar kelib
bir xalqni o'zini yozma mulkidan, o'zini yozma deylik tarixidan va an'analaridan ajratmoqchi bo'lsa, albatta ular grafikani o'zgartirish kerak edi. Masalan, sovetlar O'zbekistonda va boshqa sovet respublikalarida buni o'zgartirganini asosiy eksplissit sababi ham shu bo'lgan. Ya'ni ularda ma'no qanaqa edi? Biz yangi sovet odamini tashkil qilishimiz kerak. Yangi sovet odami agar eski kitob manba, gazeta, deylik, kitoblardan ma'lumot ola bilsa, buni yaratish qiyin bo'ladi va eng muhimi avlodlar aro chegarani yaratib berishimiz kerak. Ya'ni misol uchun deylik ota-onasi yoki dodasi bolasiga xat yoza olmasligi kerak edi. Ya'ni masala ham shundan iborat edi va bunga erishishgan. Masalan, mani dodam-dodalari misol uchun bilishmagan lotincha ham, kirillcha ham, faqat o'sha eski o'zbekcha, arabcha yozuvda xatlar yozishardi va lekin ularning bolalariga maktabda bu o'qitilmasdi va deylik avlodlar aro bir-biri bilan ham gaplasha olishmagan. Xuddi shunaqa boshqa joylarda ham bo'lgan. Masalan, Turkiya respublikasida ham shu masala ko'tarilgan. Ataturk kelgandan keyin eski deylik Usmoniylarning bir she'riy mulki bo'ladimi, adabiy mulki bo'ladimi, boshqa ilmiy yoki deylik masalan maishiy matndan yiroq qilish uchun yangi lotin grafikasiga o'tilgan va uni ham asosiy deylik tagidagi sabab shundaki, yangi avlod odam eski avlod bilan bog'liq bo'lmasligi kerak, ular yangi bir shaklda bo'lishi kerak degan diskussiya bo'lgan. Xuddi shunday boshqa sovet respublikalarida ham bo'lgan va menga qiziq ko'ringani Gurjiston va Armanistondagi diskussiya. Ko'pchilik bilsa kerak, gruzinlar va armanlar o'z grafikasini saqlab qolishgan. O'sha qanaqadir g'alati ham eshitilishi mumkin. Ancha bizdan misol uchun O'rta Osiyodan kichkina aholi soni bo'lishiga qaramasdan, ularning siyosiy irodasi va deylik vazni kattaroq bo'lgan shekilli, ular buni saqlab qola olishgan o'sha bosmachilardan. Ya'ni ularning asosiy argumenti shundan bo'lganki, birorta odam ham hozir bilmaydi bu yangi grafikani, o'tish qiyin bo'ladi. Hozir biz eskisida qilib turaylik, keyin o'tib olamiz deb bahona qilib, shundan Sovet ittifoqi ham to'kilib ketgan ular o'tguniga qadar. Bizda esa unday narsa bo'lmagan va nima demoqchiman? Til o'sha grafikani o'zgartirishdagi 20-asr boshidagi, masalan, bundan 100 yil oldingi har bitta diskussiya eksplissit ravishda ajratish haqida gap ketganda, ya'ni masalan yangi sovet odami, yangi turk odami va hokazo va hokazo. Ya'ni o'zgartirayotganda shu haqida gap ketgan. Hatto masalan Eronda ham bu diskussiya, men bilmayman, ko'pchilik biladimi bilmaydi. Masalan, Eronda arab yozuvi ishlatiladi forschada yozish uchun. Ko'p tovushlar arabchada yo'q tovushlar forschada bor. Masalan, eng mashhuri P. Masalan, P harfi arabchada yo'q, lekin forschada bor. Shu uchun masalan fors deylik yozuvida arab yozuvini sal modifikatsiyalashtirib, masalan P harfi ham mavjud bo'lgan 3 ta nuqtali, masalan, agar qiziq bo'lsa. Nima aytaman? Eron respublikasi ham endi masalan millatchilar kelib boshqa bo'lgan deganda ham 70-yillarda u yerdan diskussiya bo'lgan. Xo'p degan, biz o'zgartirishimiz bilan 1000 yillik forsiy zabon yozuvdan voz kechamizmi? Ya'ni shu darajada bizga bu muhimmi degan diskussiya bo'lgan. Lekin nimaga buni boydan beri olib kelmoqchiman? Har gal grafika yozuv o'zgartirilganda nimadan nimanidir ajratish maqsadida yoki ajratmaslik maqsadida bo'lgan. O'zbekistonda bu diskussiya, ya'ni bu siyosiy diskussiya tamoman mavjud emas. Ya'ni xo'p, maqsad nima? Kimdir o'qimasligigami yoki yo'qmi? Agar yo'q bo'lsa, unda nima degan masala. Ya'ni menda haqiqatan mani qiynayotgan narsa bo'ldiki, xo'p, mana shu tranzaksion xarajatlari katta. Yana bir 30 yil avlodlar xato yozib yurishadi, tinchgina kirillchada yozib qo'yganim yaxshi deydi. Masalan, men ham rasmiy nimadir yozaman desam, ruschada yoki kirillchada yozishga to'g'ri keladi, chunki anu lotinchada yoki kimdir o'qiy olmaydi yoki men yaxshi yoza olmayman. Shuni qochib turib kirillchada yozib yuramiz, ya'ni hozir yozib yurganimiz kabi. Endi hamma shu xarajatlarni qildik. Xarajat deganim bu pul ma'noda emas, bu tranzaksion xarajatlari. Mana shu kabi, mana masalan Tashqi ishlar vazirligining blankini ruscha to'ldirib qo'yganingiz tinchroq, chunki xato qilib qo'yishingiz mumkin o'zbekcha to'ldirayotganingiz. Xo'p, afzalligi nima degan savolga javob topolmayman. Chunki biz ajratish, avlodni ajratish degan maqsad yo'q. Mana shu meni oxirgi vaqtlarda juda ham bir qiynayotgan masalalardan biri. Hozir yana aytish, Tashqi ishlar vazirligi veb-saytidaysiz. Men o'sha o'zim ham to'g'ridan-to'g'ri ko'rdim, yaqinda to'qnashdim. U yerda yana boshqa xato ham bor. 2026-yil 27-iyuldamiz, lekin
eski elchini nomi turadi hali ham veb saytda. Ha. Ya'ni faqatgina til borasida boshqa xatolar ham bor. Umid qilamiz to'g'rilab qo'yishadi, chunki chet elliklar ham kiradigan O'zbekiston yuzida u. Umid qilamanki to'g'rilab qo'yishadi, lekin siz aytganingizdek ularni faqat til borasidagi xatosi emas. Anaqa tranzaksion xarajatlar dedingiz. Men bitta mani shundoq qiynab keladigan bu til muhokamasidagi yoki yangi alifbo muhokamasidagi narsa shu boyagi gapingiz. O'zbekistonda aksariyat aholi yosh. Masalan, aytaylik, siz o'zbek tilida bugun yozmoqchisiz yoki siz o'zbek tilini bugun o'rganmoqchisiz. Chet ellik bo'lib turib, masalan, men Garvardda ham o'zbek tilini o'rgatganman. Bitta amerikalik studentga o'rgatganman, chunki o'zbek tilini o'rgangisi kelib qolgan. Unga o'tkir kunlar o'tdan bo'tdan lotincha topib, ya'ni aytaylik siz o'zbeksiz, o'zbekistonliksiz yoki o'zbek tilini o'rganmoqchi bo'lgan odamsiz, yozmoqchisiz. Nima qilasiz? Telefon sotib olasiz, kompyuter sotib olasiz. Hozir qo'lda kamdan kam odam yozadi, ya'ni asosiy yozish vositamiz bu elektron uskunalar. Mana ko'zim oldida turibdi. Masalan, men o'zbek tilida yetarlicha yozaman deb o'ylayman. Hatto bu men uchun umuman ish qurolim, ish faoliyatimga umuman aloqador bo'lmasa ham, men o'zimni majbur qilib, o'zimni xohishimga qarab o'zbek tilida yozib kelaman. Hattoki ishimda ishlatmasam ham. Lekin men o'zbek tilida ko'p yozaman deb o'ylayman va masalan, men o'sha oddiy shu QWERTY klaviaturasini olsangiz, o'zbek tilida magazindan sotib olgan telefonimda ham, kompyuterimda ham o'sha soatda yozib keta olaman. Hech qanaqa qo'shimcha o'sha shrift bilmadim, oti nima deydi, o'zbek yoki rus tilida qanaqadir bitta narsani ustanavist qilasizda, xuddi alifbo yozish uchun. Shriftni ustanavist qilmasdan, keyin Ctrl Shiftni bosmasdan shuni ingliz tilidagi alfavitda o'zbek tilida yozib keta olaman. Hattoki o'sha o'ni shapkasini teskari tutuq belgisini yozsak ham. Endi men o'sha siz aytdingiz-ku, masalan, foydasi, ziyoni nimaga bu qilinyapti deganda, bitta ko'zga oddiygina va tez tushadigan farq bu ch bilan sh yozishdagi qiyinchilik. Masalan, agar yangi shu dumli ch bilan yangi dumli shni yozaman desangiz, siz c yoki s harfini ko'proq bosib turishingiz kerak. Bosib turgandan keyin, masalan, telefonda 2-3 ta chapga o'ngga surib, dumlisini tanlab, keyin OK bosishingiz kerak. 4 marta, 3 marta yoki 4 marta siz bosishingiz kerak bitta harfni yozish uchun. Endi til yoki alifbo shunaqa narsaki, hech kim miltiqni boshimizga keltirib turib, shu yangi, ya'ni parlament tasdiqlagan, deputatlar tasdiqlagan, kimdir tasdiqlab bergan tilda yozasan deb 40 millionta odamning tepasida hech kim turmaydi. Baribir ham odamlar o'ziga qulay bo'lgan alifboda yozishni davom etadi. Xuddi siz aytgandagi shu hukumatda o'tirgan sizni vazirlaringiz ham, shu bojxonachilar ham, o'sha Shuhrat Shokirjonov ham hammasi o'ziga kerak bo'lgan tilda yozishni davom etadi. Shaxsan men ham ertaga masalan parlament chiqib turib, mana yangi chni dumi, mana o'ni yangi toma desa, men kanalimda yozgandek, va'da bergandek, o'zimga qulay bo'lgan shu ch eski ch bilan yozishni davom etaman. 100%. Menga o'xshaganlar juda ko'p. Xuddi shu siz aytgandek 35 yil davomida kirillda yozib kelishga, o'zbek lotin alifbosidan mustaqil ravishda parallel qora bozor bor edi bizda. Xuddi shunaqa narsa 3 ta tekislikda davom etadi. Shuning uchun mana bu hozir ch bilan sh to'g'risida muhokamani davom ettirmoqchiman. Qiyin bo'ladi. Men kabi yoki mendan yoshroq avlod uchun yozish tezligi va o'qish muhimi. O'qishda qiyinchiliklar yo'q joydan hech qanday shu bosqinchilar bo'lmasa ham, siz aytgandek, hech qanday pichoq qilinadigan sabab bo'lmasa ham muammo paydo bo'ladi deb o'ylayman va mana shu narsa meni juda ko'p qiynab keladi-da. Oddiy mana bizda yosh avlod deymiz, mana texnologiyalar zamoni deymiz. Hozir bugun kelamiz tokenization masalasiga. Lekin biz o'zbek tilida kontent yaratish, yozish, kitob yozish, ilmiy maqolalar yozish, ularni o'qish, ularni yoyish to'g'risida 1% ham hali gaplashmaymiz-da, lekin o'sha avlodni, meni avlodimni yoki mendan kichikroq avlodni yana ikkiga bo'lib qo'ymoqchimiz. Bittasi o'sha tezroq yozish, qulayroq yozish yo'lida shu chni ham shni ham eski alifboda yozadi, menga o'xshab, yoki bir maktabda bugun chiqqan avlod
dumlicha bilan o'rgatiladi. Mani o'zimning misolim masalan. Mani ota-onam Kirillda katta bo'lgan. Men maktabga chiqqanda men lotinda uy vazifalarni qilardim. Ular ikkita avlod. Endi mani hozir qizim maktabga chiqsa O'zbekistonda, u yangi dumlicha bilan dumlichani o'rganishni boshlaydi. Ya'ni bir oilada 3 ta avlod 3 xil o'zbek tilida o'qiydi, 3 xil o'zbek alifbosida yozadi va bir-birini tushunmaydi va 3 ta xatolik. Shuning uchun mana shu agarda biz o'zbek tilini ommalashtirmoqchi bo'lsak, o'zbek tilida ko'proq yozilishini, o'qilishini istasak, biza aksincha teskari yo'ldan borishimiz kerak edi. Hammani mana bu umumlashtirib, kirillda yozayotganlar lotinga o'tishi va bitta lotinda shu qolipda ketishimiz kerak edi deb o'ylayman. Aksincha hozir 3-chi tekislikni paydo qilmasdan. Keyin mana shu muhokamada eng meni qiynaydigan yana bitta misollardan biri, bundoq bir chekkadan qarab tursangiz, shu narsani kim targ'ib qilyapti, kim bu to'g'risida ko'proq balandroq gapiryapti desangiz, hali ham kirillda yozayotganlar ekanda. Ya'ni o'sha deputatlar ham, gazetalarda ham yoki ijtimoiy tarmoqlarda ham shu alifboga o'tishimizni ko'proq targ'ib qilayotgan va jarangliroq yozayotgan odamlarning o'zi hammasi kirillda yozadi. Ularning argumenti shunaqa ekanki, nimaga desam, biz 30 yildan beri kirillda yozib keldik. Sizlarning lotin alifboyligi biz o'tgimiz kelmadi. Agar biz lotin alifboga o'tishimizni xohlasanglar, mana shu 4 ta harfni o'zgartirib beringlar deyishyapti. Ya'ni yangi alifboga o'tsak, biz birato'la o'tib ketardik deb ba'zi jurnalistlar ham, deputatlar ham ochiqchasiga buni aytishyapti. Xuddiki bizning tilni garovda ushlab turgandek, zaложникda ushlab turgandek. Ya'ni yangi ch bilan yangi shni bizga tasdiqlab bermasanglar, biz o'tmaymiz, tasdiqlab bersanglar o'tamiz. Bu qanaqadir garovda ushlab turilgan Gollivud kinolaridagi vaziyatga o'xshab qolyapti-da. Shuning uchun bu yolg'on, o'tish olmaydi baribir. Ha, gap shunda deydi. Biz o'tishga majbur bo'lamiz. Ommaviy axborot vositalari o'tadi. O'sha elchixonangiz o'lchadi sizni. Boshqa bojxona blankasi o'zgaradi, lekin ular eski kirillda yozishni davom etadi. Va men bu ch bilan sh haqida anaqa hozir bitta anaqada qoladigan bo'lsam, menimcha ko'pchilik tushunmayapti masalan. Endi misol aytaman, xafa bo'lmasalar kerak, chunki ular bilan bu to'g'risida gaplashdim. Shuhrat aka degan jurnalistimiz bor, Shuhrat aka Shokirjonov. Ular ham mana shu alifboni targ'ib qiladi. Menimcha o'zlari yaxshi tushunmayaptilar oxirigacha. Ularning ismlari yozilganda yangi alifboda Suhrat deb yoziladida. Masalan, Suhrat Shokirjonov deb yoziladi. Xuddi turk tilida hozir aytib berasiz, Achamogluning misolini. Mana aytaylik, ertaga parlament tasdiqlab berdi, o'tamiz. Endi men masalan Shuhrat aka deb klaviaturamni yozsam, men dumlichani yozmayman. Dumlichani yozmayman. Men yoki eski ch bilan Shuhrat aka deb yozaman yoki Suhrat aka deb yozaman. Va ular bunga qanaqa qaraydilar? Bu g'alati emasmi? Qanchadan qancha odamlarning ismlari o'zgarib ketadi, familiyalari o'zgarib ketadi, xato yozish boshlanadi va xato o'qish kengayadi. Menimcha shu odamlar o'zini tanasidan biroz o'tkazsa, balki boshqacharoq o'ylab ko'rarmidi deb o'ylayman. Va shoshilinch tibbiy markazi. Yozib ko'ring. Shoshilinch tibbiy markazi degan so'z yozsangiz, ko'zingiz qonab ketadi. Sh bilan chni yangi dumlik qilsangiz, bu o'zbek tilimi, o'zbek tili emasmi deb orasida. Qarang, mana shu ma'nodachi men o'ylayman, bu juda umuminsoniy xato qilishyapti-da. Ani o'tsa yoziladi degandek-da. Ya'ni chunki hozir lotinchada yozmaslik sababi, chunki lotincha ularga yoqmaydi emas, qiyin o'tish. Masalan, men ham hozir qaysidir bitta tilga bitta grafikaga o'tadigan bo'lsam, xuddi men mana shu haqida ko'p o'ylaydim-da. Bizada ha, men masalan hozir to'xtatib aytdik, uzr gapingiz bo'ldi. Men ch bilan shni eskisida yozaman deyapman, chunki bu mening xohishim bo'yicha emas. Ya'ni men qaysarlik qilib eski ch-da yozaman emas, chunki qiyin. Men aytgandek, yangi sh bilan yangi chni yozasan deb tepamda miltiqda turilsa, men u o'zbek tilida yozmayman masalan. Bu qanaqadir yozmasang yozma deyishingiz mumkin. Bu hech kimga aloqasi qizig'i yo'q, lekin shunchaki bitta avlod bir alifbodan ikkinchi alifboga o'tmasligi sababi shunchaki qiyin. Yoki eskisida yozaman deydi, yoki umuman yozmayman deydi. Shuni to'g'rilab ketaman. To'g'ri yozish haqida gapiraylik. Mana to'g'ri yozish uchun ko'pchilik mana hali ham kirillcha grafikani ishlatadi. Ya'ni hozir qaytib kelmoqchiman bitta mavzuga. Mana siz aytganingizdek, hali ham asosiy o'zgarish tarafdorlari kirillchada yozadiganlar, lekin bitta qiziq narsa, kirillcha o'zbekcha degan narsa qonunchilikda yo'q narsa-da hozir. Ha.
mana o'zbekcha ular qonun buzyapti. o'zbekcha o'zi lotincha bo'lishi kerak. Lekin 2026-yilda yashayotgan ixtiyoriy o'zbekistonlik biladiki, saytlarda hech qachon faqat lotincha bo'lmaydi. Yoki qanaqadir ma'lumotlar yoki qanaqadir blankalar ixtiyoriy mana bolam pasportini yangilashdan tortib hamma narsagacha hamma yoqda nima deydi, faqat anaqa kirilchada endi asosiy anaqa. Hatto mana masalan kim mana oxirgi paytda pasport oldi yoki to'lov qildi, mana masalan bankdan kecha masalan to'lov qildim. Qaysi tilda SMS keladi bilasizmi? Kiril alifbosi. Rus tilida keladi. Ha, rus tilida. Ammo передавать kod deb keladi. Ya'ni hayron qolaman men masalan yoki va hokazo, ya'ni chunki o'sha bankingiz agar lotin o'zbekchada yozsa, ano bankning nomini aytmaymiz, masalan o'ni u deb yozishadi-da. Chunki o'z banki qoladi. Chunki mana Ipak Yuli. Mana masalan hali Ipak bank nomini aytmaymiz dedim. Okay. Va sponsorimiz bor. Yo'q, endi masalan qilib yotibdi bunaqa narsalarda. Nima demoqchiman? Odamlar kirilchada yozishning sababi ularga qulay bo'lgan cho'q. Mana qachon qonun qabul qilingan lotinchaga o'tish haqida. Hali ham u qonunni hozir o'zgartirilib turgan odamlar o'zligisi u qonunni bajarishmayapti. Ya'ni o'z qonunlar masalan hatto Oliy Majlis ham lotinchada yozish kerak edi o'sha narsani. O'sha hozir aytayotgan gazetada ham, jurnalistlar ham, boshqalar hammasi lotinchada bu haqida argumentlashish kerak. Voy, bittasi-chi, vashi kuldim. Uzrga avvalsi gapingizda bo'ldim, yana menda bilmayman, esimda yo'q. Xarajati yo'q buni, qimmatga tushmaydi. Bekorga vahma qo'yasizlar. O'tishimiz kerak debdi, kirilda yozishyapti-da. Targ'ibotga. Qachon hozirgi lotin o'zbek tilida shuni yozsangiz, sal aniqroq bo'lardi. Nimada anaqa credibility degan so'z bor-ku, ya'ni jiddiyroq qabul qilardi-da. Lotin tilida yozib turib, bizani urishyapti-da. Nega o'tmayapsizlar, qarshilik qilyapsizlar. Shuni aytmoqchiman. Ya'ni hozir men o'tayotganda qanaqa bo'lib qoladi? Men qo'rqadigan ssenariy qanaqa? Hozir o'tiladi. Keyin faqat o'lganni kunidan, mana hozir o'lganni kunidan lotincha ishlatyapti-ku. O'lganni kundan mana yangi lotincha ishlatiladi. Masalan, ko'p qurilmalarda anaqa dum yozib bo'lmaydi. Ya'ni hamma qurilmada ham mana CH yozilmaydi. Bu haqida men klaviaturani yo'q, mana hech mana butun mana hozir bizani podkastda auditoriyasi asosan yoshlar yo'q mana. Istalgan mana hozir 1 sekund podkastda pauzani bosing-da, qo'lingizdagi telefon, iPhone, Android, flip phone nima ochib bundoq qarasanglar, sizda yozadigan, o'qiydigan klavishida 99.9 bu ingliz tilida turadi-da. Hech kim o'zbek tilini kamdan kam agar siz o'sha Daryo gazetda Kunuzda muxbir bo'lmasangiz, o'zbekcha anaqani ishlatmaydi deyarli hech kim. To'g'ri. Ana shriftni o'rganatib olasiz, hech narsa qilmaydi, olam uzilib yerga tushib, osmon uzilib yerga tushmaydi, qaysarlik qilmasdan ana o'zbekcha mana bu translate deysiz-ku, mana mashina yasayotgan bolalar yoki o'sha birinchi alifbo, ikkinchi alifboga o'tgan davrda hali tug'ilmagan bolalar chiqib aytayaptiki, hech narsa qilmaydi, mana men sizga yasab beraman yangi alifboni transliteratsiyasini, telefoningizga, Androidingizga, iPhoneingizga o'rnatib olasiz. Hech narsa bo'lmaganda Ctrl Shift bosib ishlaturasiz, vahma qilmang deydi. Anaqa deyman, men Kirilldan lotinga o'tganimda sen hali tug'ilmaganding deyman-da. Sen bilmaysan qanaqa qiyin avlod boshdan o'tkazganimni. Bu hech narsa qilmaydi, men alifbochi yangi anaqani qolma, translate servisi qolma. Конечно, sen ishing bu. Buni o'zini ishida biz ishlatishimiz uchun targ'ib qilyapti-da, lekin bu katta olamshumul narsaligini yo'q, lekin qarang, mana shuncha anaqada nima deydi, matematikada deydi-ku, teskaridan isbotlasa bo'ladi-da. Agar shu oson bo'lganida, unda hozir hamma lotinchada yozayotgan bo'ladi. Mana agar bor O'zbekistonda o'sha 99-yildan boshlabmi, 96-yildan boshlabmi hamma narsa lotinchada chiqayotgan bo'lganida bor, men aytardimki, ha, balki o'zgartirsa bo'ladi. Albatta. O'zbekiston eng muhim gazetalar, men yoshligimda mana Xalq so'zi, hozir mana Yangi O'zbekiston gazetalari hammasi mutlaq kirilcha chiqadi. Ya'ni hatto hukumat masalan o'sha Pravda Vostoka degan gazeta bor-da, Xalq so'zi bor. O'zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan chiqariladi. Hech qachon lotinchada chiqmagan-da. Yana qaytaraman. Lotincha o'zbekcha, rasmiy o'zbekcha edi. Kirilcha o'zbekcha degan narsa mavjud emas edi. Lekin o'sha masalan gazetalar chiqish kerak, qarorlar yoki boshqa narsalar hammasi anaqada chiqardi-da, nima deydi?
chiqardi deb gapiryapman, chiqib kelmoqda. kelmoqda. Masalan, men yaqinda ko'rdim, nima deydi, masalan, Yangi O'zbekiston gazetasi anaqada kirilcha chiqadi. Yani bu rasmiy hukumat gazetasi. Ano e'tibor muxbir bo'lib ishlasa, endi muxbir bo'lib ishlaydigan odamlarga agar anaqa qiladigan bo'lsak, nima deydi, gapiradigan bo'lsak, ularda hozir 3 ta o'zbek tili anaqa qilishga to'g'ri keladi. Hozir masalan ular lotincha o'zbekcha, kirilcha o'zbekcha deyshadi. Endi 3-chi til ularda paydo bo'ladi. Shuni aytmoqchi edim. Ya'ni mashi tranzaksion xarajat ekan. Ya'ni biz shu darajada tranzaksion xarajat katta bo'lgani uchun 35 yildan beri ham anaqani nima deydi, bitta grafikadan ikkinchi grafikaga o'tishimizga qiynalyapmiz va o'tmayapmiz. Endi hozir yangisini qiladigan bo'lsa, mutlaq masalan u tilda men anaqa bilaman, mana shu sal kattaroq avlod bilan gaplashaman-da, mana shunday lotincha yozmishlar, masalan, buvim boshqani bilishadi-yu, boshqa anaqa. Ularda asosiy argument qanaqaki, xato qilish ehtimoli katta, chunki u til o'rganmaganman, yozayotganda. Va to'g'ri o'ylashar ekan. Buvim menga shunaqa deganlar. Nimaga unaqa deb o'ylabdi? Chunki o'sha boya aytganda Tashqi ishlar vazirligining blanklari ham xato yozilyapti. Ya'ni ular buvimdek bir 85 yosh emasdir, lekin baribir ham xato qilib yozishyapti. Endi o'qishda material olishda ham shunaqa. Yana bir narsa haqida aytmoqchi edim. Agar bilsangiz, Daronat Shamogul va James Robinsning kitobini tarjima qildik, inglizchadan o'zbekchaga. Hamma tarjima jarayonidagi odamlar lotinchada o'qish biladi, lekin kitob kirilchada chiqqan. Sababi chunki o'qiydigan avlod kirilchada o'qiydi. Ya'ni o'zbek tilida kimdir o'qisa, u kirilcha o'qishni biladi. Va bu narsa juda ham muhim. Masalan, O'zbekistonda agar kitob o'qishga agar jiddiy qaraydigan bo'lsak, O'zbekistonliklar nihoyatda kam o'qiydigan xalqlardan-da. Ya'ni bizda ko'p chop etilgan kitoblar yo'q. Masalan, hatto masalan diniy kitoblar ham, masalan, sharh kitoblar ham, boshqa ham hammasi agar bilsangiz, kiril grafikasida chiqadi. Mana lotin grafikada kitob, hatto diniy kitoblar ham yo'q. Endi kam, juda ham kam, masalan, kam. Juda ham kam. Va men mana shu kitob ishlab chiqarish masalasida sal-pal bir gaplashganimizda, hamma birdan shuni aytgan. Ya'ni bizda o'qiydigan insonlar, yoshlar hatto, ular kirilcha o'qish biladi. Lekin kirilcha o'qimaydigan insonlar ular kitob olmaydi. Ya'ni umumiy maxraj kiril bo'lib qoldi-da, ba'voram. Hali ham. Ya'ni hozir qancha muddat o'tdi bunga deyapman-da. Endi bu hozir o'zgarish, masalan, men agar kirilcha yozadigan va ish qiladigan odam bo'lsam, men alifboni har 6 oyda o'zgartirardim. Chunki unaqa bo'lsa, kirilchada chiqadigan narsalar konstant bo'lib qolaveradi. Tushunasizmi? Ya'ni qanaqa ma'no? Agar lotincha yomon bo'lib, har doim o'zgaraverib, bir kun mana grafika, bir kun mana bir kun Shuhrat Shokirjonov, bir kun Shuhrat Shokirjonov deb yozaversak, men asosiy ishim, o'qishim, boshqasim hammasi kirilchada bo'lib qolib ketish ehtimoli balandroq bo'ladi. Lekin agar lotinchaga mutlaq o'tilsa, masalan, hukumat hujjatlari, rasmiy gazetalar, saytlar, boshqalar hammasi agar lotinchaga o'tishni boshlasa, unda men ham kirilchadan lotinchaga o'tishga qanaqadir ma'noda majbur bo'lardim. Yoki blanklar lotinchada bo'lsa va hokazo bo'lsa. Demak, agar men kirilcha bo'lishni xohlasam, uzoq muddatda, albatta men lotinchani o'zgarishini tarafdor bo'lishim. Aynan mana shu narsa-da, mana shu narsa juda ham implicitly fikr, chunki shunaqa prizmadan qarab o'tganda-da, ya'ni bu alif, sizlarning lotin alifboyilar hozir o bu yoqqa qarab turibdi, ertaga bu yoqqa qarab tursa hech narsa qilmaydi. Yoki sh yoki chlarga dum qo'ysanglar, o'rganib olasizlar o'zingizlar, o'tib olasizlar o'zingizlar, mana uskuna o'rnatib olasizlar. Chunki biz bilamiz, hammamiz baribir kirilda qolib ketamiz deb o'ylashayotganda-da, xuddi mana shunaqa. Ya'ni ertaga o'ni bu yoqqa qaratamiz, indinga bu yoqqa qaratamiz, keyin kimdir chiqib qolib, "Ya, qiynaldik rostdan ham, 2 yil ichida qarabmiz, hech kim o'tmabdi, demak qaytarib qo'yamiz" deyish narsa o'yinchoqdek bo'lib qolishi mumkin-da. Chunki siz aytgandek, hamma umumiy maxraj kirilda esim qo'yadi hamma hozir. Ha, shunaqa. Va men aytmoqman, mashina tranzaksion xarajati nima bo'ladi, xarajat deganda men sizga aytaman xarajat nima. O'zbekistonliklar nima deydi? Gap bor o'zi alif kalta devam deydi, bilasizmi? Mana o'qimishsiz bo'lib qolishiniga katta hissa qo'shgan narsalardan biri mana shu yarimchalar kirilchadan lotinchaga o'tganimiz. Masalan, o'sha bizning kitoblarni chop etishda boshqa statistikani qarang. Juda ham kam inson kitob o'qiydi. O'zbek kitoblar kam sotiladi O'zbekistonda. 1 millionta sotiladigan kitob yo'q. 100 mingta sotiladigan kitob ham yo'q-da.
katta masalan 40 10 millionlik minglab sotilgan kitoblarning soni ham kam. sonlar juda kam. Masalan 10 minglab sotilgan kitoblar soni juda ham kam. Lekin bizdan ham kam o'sha tilda faoliyat olib boradigan tillar bor. Insonlar ancha ko'proq kitob o'qishadi. Endi buni sabablaridan biri biz nihoyatda og'zaki nima deydi, qanaqadir og'zaki ijod xalqiga aylanib qoldik. Men buni qanaqa qilib test qilib ko'rdim. O'zbeklar misol uchun kitob o'qishni yaxshi ko'rmaydi emas. Audio kitoblar juda ham mashhur. Masalan, mutolaa ilovasi bor, millionlab odam eshitadi. Masalan, deylik, ixtiyoriy davlatlarda boshqa joylarda qarasangiz, eshitiladigan kitoblarga sotiladigan kitoblar nisbati bizdagi katta koeffitsiyentda farq yo'q-da. Demak, bizda o'qish muammoda. Nimaga o'qish muammo? Chunki mana shu anaqa nima deydi? Yozma matn hayoti mavjud emas, chunki ular har xil bo'laklarga bo'linib ketgan. Va masalan, o'ylaymanki, misol uchun video content yoki masalan hozir qotgan podkast, audio contentni ham kelajagi porloqroq yozishdan ko'ra. Endi men o'zim yozadigan inson sifatida, o'qiydigan inson sifatida o'ylaymanki, bu juda ham yomon narsa. Ya'ni yozma, ko'p narsa yozma tarqatilishi kerak, yozma ifoda ettirilishi kerak-da va masalan maktabda o'qishni va yozishni o'rgatishayotganda shu narsa muhim bo'ladi. Va boyagi gapingizga, misol uchun hozir maktabda mana kimdir 11-sinf bitiryapti, 10-sinf bitiryapti. U bola masalan butun umr 18 yoshga kirguncha bitta o'zbek tilini o'rganib kelgan. Lekin uning ukasi hozir maktabga kiryapti, u 7 yoshli. Unga hozir mana bunaqa dumli anaqa o'qitiladi. U dumli o'qitilganidan keyin mana bu cheni o'qiy olmaydi. Misol uchun unga yangi yana kontentni noldan yaratib berish kerak, ya'ni butun kontentni. Hozir anaqa 11-sinf bolani ahvoli og'irligi qanaqa? Agar deylik, Daron Achemogluning kitobini o'qiyman desa, u kirilcha bilish majbur. Endi anaqa o'sha ukasiga ham aytadiki, sen kirilcha o'qib qo'yur deydi. Bari lotincha hozir nima deydi? Ma'noga ega emas qilib qo'yishyapti lotincha yoziladigan o'zbek tilini. Ya'ni shu narsa menga alam qilyapti. Ya'ni biz 35 yil shunaqa katta muddatda ham o'ta olmadik va o'sha o'tganimizni xatosini yana bir marta nechidir avlod yashab o'tish kerak. Ya'ni masalan ixtiyoriy, ixtiyoriy ravishda. Ya'ni hech kim bizga buni masalan bosmachilik kelib o'zgartirgin deyotgan bo'lsa, men tushunardim. Endi miltiq bilan kelib o'zgartirishga majbur qilishyapti deydi. Agar 1920-yilda yashayotgan O'zbekistonda bo'lganimda. Endi anaqa dushmanlar kelib vatanimizni bosib oldi, endi tilimizni ham o'zgartiradi. Nima ham qilardik deymizda. Bu yerda o'zimizdan qanaqadir chiqyapti. Chunki o'zimizga o'zimiz anaqa. Endi Daron Achemoglu haqida nima deydi? Qo'lingizda bolta bo'lsa hamma narsa mixdek ko'rinadi deydi-yu. Yaqinda men hozir Emiratga keldim, mana shu qisqa muddatga turkiyalik hamkasbim va germaniyalik hamkasbim suhbatida shu haqida gap ketdi. Umuman men boshlamadim gapni yoki balki ular haqida gaplashgan. Bilsanglar, nemis tilida umlaut degan narsa bor. Masalan, Müller degan familiya, mana futbolistni masalan ikkita nuqta bilan yozilishi kerak. Turklarda ham xuddi shunaqa biz hozir biz qilmoqchi bo'lgan narsaga o'xshagan muammo bor. sh muammosi, ya'ni inglizchada mana bunaqa C harfi va dum, S harfi va dum. Endi siz g'arbda yoki ixtiyoriy hozir g'arb emas, sharqda mana ishlayapti turk. Uni familiyasida Ch harfi bor. Endi deydi, meni deydi, butun umr hamma ismimni noto'g'ri aytib kelgan deyapti. U ham shu London iqtisodiyot maktabida professor bo'lgan. Ya'ni deydi, meni tashqaridagi ismim bilan oilamdagi, mamlakatimdagi ismim har xil. Lekin men-ku mayli deydi. Masalan, Daron Achemoglu bor deydi. Uni hamma Daron Achemoglu deydi, turk tilini biladiganlar. Lekin dunyoda ham uni Asemoglu deydi. Chunki turk tilidagi ch bu yoqqa o'zgartirilmaydi. Va eng qiziq menga aytgan narsa nima bo'ldi? Turklar, ya'ni hozir yangi turklar bolalariga ism qo'yayotganda sh va ch harfli ismlar qo'shmas ekan. Nimaga qo'shmas ekan? Chunki ularni pasportida pasport ham inglizcha harflarda yozilishga majbur. Masalan, dumli anaqalar yo'q. Nemislar ham umlautni yoza olmaydi pasportida. Yoki o'sha anaqalarni, simvollarni. Keyin shu nemisga aytdi-da, menda ham dedi, o'z ismim boshqacha dedi, lekin hamma mana qiladi-da. Va men hayron qoldim, ya'ni men bu haqida o'sha boya aytgandek, o'ylamaganim uchun balki ahamiyat bermagandirman. Lekin juda ham ko'p xalqlarda nima deydi, aytgandek François Francois deyshadi-ku amerikanlar. Ya'ni shu muammo mavjud. Fransuz tilida ham bor, accent-ga Françoisni Francois deyishadi. Ya'ni fransuz tilida ham muammo bor, turk tilida ham, nemis tilida ham va hokazo. Ya'ni
bu tillarda hozir tendensiya ketyapti. Mana shu anaqa tilni unifikatsiya qilish, chunki dunyo talabi universal alifboda. Ya'ni agar siz masalan ismingiz chli bo'lsa, o'zchan yoki achemoglu bo'lsa, siz o'zkan yoki asemoglu bo'lib qolasiz majburan. yoki Shuhrat bo'lib qoladi. Shuhrat bo'lib qoladi. Shu ma'noda. Endi ertaga misol uchun deylik, samolyotda o'zi qayerdir kesila ham boshqasi ham kimdir pasport oladi, Shuhrat Sokirjonov deydi. Hech kim, bu aslida-chi, bu mana bunaqa dumi borsa edi, bu chesi mana bunaqa degan narsa hech kim xayoliga keltirmaydi. Va men o'ylaymanki, o'zbekistonliklar ham aytmoqchi. Masalan, men ham o'ylayapman, misol uchun mana deylik, menda deylik farzandimni ism qo'ymoqchiman misol uchun-da. Qanaqadir ham masalan Shuhrat qo'ymaysiz 100%. Chunki u Shuhrat deb yozishga to'g'ri keladi pasportda. Masalan, amerikancha pasport olgan. Misol uchun. Shu mana shu ma'noda o'ylayapman, biz tushunmayapmizki, qanchalik how good we had it deydi, qanchalik zo'r edi o'z bizda. Chunki bizda masalan bir xil tillar bor, qiyin, misol Xitoy tili bor, yaqinda Xitoyga bordim. Hamma xitoylik agar inglizcha gapirsa, English name deydi, ya'ni inglizcha o'ziga ism yaratib olgan. Nima uchun? Chunki ularning Xitoy tilidagi ismi juda ham talaffuzga qiyin va yozib berishga qiyin. Shuning uchun ham oson ismlar yaratishadi va ko'p talaffuzdagi so'zlar har xil interpretatsiyasi har xil qilinadi. Masalan, bo'ladi, masalan, qaysidir so'z, qaysidir harf yoki tovush yaxshi harfga transliteratsiya qilinmaydi. Masalan, bir xil narsalar chemi yoki jemi masalan, turk tilida misol uchun mana s dumli j deb o'qiladi-da. Masalan, bitta bolani bilaman, ismi Jihodda, o'z qo'ygan. Uni boshqa anaqalari, hamkasblari uni Sihat deydi. Google ishlaydi-da. Va ismi Sihat, ya'ni hammaga o'zi Sihat deb tanishtiradi. Chunki endi topib o'sha turk tilida mana bitta anaqasida men ovodiga qo'ygani, u anaqadan oldin tug'ilgan, shu 11 sentyabr voqealaridan oldin tug'ilgan. O'sha paytda endi qo'yishgan ismini-da. Keyin deydi, yaxshi deydi, men oldin kimdir meni masalan sihatsi anaqa to'g'latardim. Hozir otim shaqada. Aytmoqchi bo'lganim, mana shu darajada tranzaksion xarajati kattaki, masalan insonlar rejada boshqada plan qilish, masalan olim bo'lsangiz, o'sha meni endi anaqam hamkasbim o'sha ismida o'sha CJ li anaqasi bor. U masalan unga yoqmas ekan shu anaqa. Uni C masalan jurnalga deylik, masalan ilmiy jurnalga maqola topshirayotganingizda dumli yoki umlautli narsa qo'yib bo'lmaydi-da. Mana shu narsada aytdiki, o'sha turk olimlari eng kattasi hozir mana Daron Achemoglu butun dunyo va uni oilasi boshqa har xil anaqa qilishadi. Achemoglu, Asemoglu, va hokazo-da. Ya'ni shu uchun masalan Hakan Shukur bor-ku, ularni esingizmi? Bilaman, albatta. Shukur deyshadi-da, masalan, anaqa persona non grata ketibdi-ku aytgancha. U anaqa ko'rdim men. Turkiya bilan Paragvay o'ynaganda FIFA paytida hamma narsani sog'in qilishdi-yu. SMS yuborsangiz pul to'lab otingizni qo'yar ekan anaqaga, tabloga. Bittasi Hakan Shukurni otini tabloga qo'yish uchun pul to'lagan shekilli 2-3 marta chiqdi-da. Yonimda o'tirgan turk o'rtoqlarim, bu anaqa kimdir o'zi qilgan dodi, chunki Hakan Shukur nomi televizorda chiqmaydi-da, umuman, даже Amerikada ham. Men eshitgandim, u anaqada Los Anjelesda Uber qilayotgan kimdir o'sha Uberga o'tirgan odam aytgan edi, men Uber chaqirsam o'sha Skurdi ham nima, Hasan Skur degan bola kelyapti. Keyin kirsam o'sha haqiqiy Hasan Shukur ekan. U Turkiya kapitani bo'lgan va Jahon chempionati tarixidagi eng tez gollardan bittasini urgan, menimcha. 11 sekund turgan menimcha. 3-o'rinchi o'yinda. Mana masalan aytmoqchiman, hatto siz Hakan Shukur bo'lishingiz mumkin. Mana biz bilganimiz shuni aytamiz, lekin masalan 99% dunyo uni Shukur deydi. Xuddi shunday. Endi yaxshi ham otimda sh bilan ch yo'q ekanda. Ya'ni menga ta'sir qilmaydi. Men sizlarni o'ylab aytaman deydi. O'zi anaqa nimaga aytmoqchiman, qattiq yumshoqida ham mana shu narsani o'ylayman, bor-ku. Mana bizda yumshoqi bitta qorishga bo'lasizmi? Yo'q, bitta qorishga qarang, mana menda masalan anaqani Behzod Abdurayimov taniysiz-ku, pianist. Unda xuddi mendagi menda hujjatlarida Behzod deb yoziladi, chunki xullas mana X olib ketgan.
mana unda ham shunaqa bo'lgan ekan, u pasportini o'zgartiribdi mana bunaqa H bo'lish uchun. Chunki mana bizani ismimizni lotincha deganida Bex zot ani X deb o'qiladi, ani H deb o'qilmaydi hech qaysi dunyoda. Chunki H ruschada anaqa X ku. Mana shunaqa narsalarni odamlar anaqa tushunishlarini xohlaydi. Ya'ni bu haqiqiy tranzaksion xarajatlar hatto ismida. Endi qo'llanishiga keladigan bo'lsak, qo'llanishda eng asosiy muammo yotibdi. Ya'ni bizni misol uchun hamkasblarimizda bor, men masalan o'qiydigan kanallardan bir Bakirov, masalan, necha yildan beri faqat kirilchada yozib keladi. Men o'ylaymanki, ularga o'qish ham, yozish ham kirilchada qulayroq bo'lgani uchun. Albatta. Emas. Endi qarang, masalan, biz davom ettiramiz lotinchada yozishni. Otabekka davom ettiradi kirilchada yozishni. Mana yangi avlodda umuman hozirgi 1-sinf va 5 yildan keyin bitirgan bolalar, misol uchun qanaqadir narsani o'qiyman desa, ularda nima deydi? Ular uchun yana yangi media yaratilishi kerak deb men o'ylaymanki, ular tinchgina o'sha kirilchani o'rganib qo'yib qolishadi. Yoki ingliz tili, yoki rus tili emas, ingliz tili, yoki ingliz tilida anaqa o'tib ketadi. Lekin ancha paytdan beri masalan rus tili, endi oldin hukumatdan boshqa ham hamma qarorlar, boshqa narsalar ham, muhim spravkalar hammasi ruschada kiritilardi. Hali ham ozgina bor. Lekin sabablardan biri ham shu edi-da, ya'ni to'g'ri yozish imkoniga ega bu til deganda, biz mana shu tilimizni juda ham maishiy masalalar haqida o'ylayapmiz-da, lekin muhim narsalar haqida o'ylamayapmiz. Bu til yozma va ish ma'nosida qanaqa o'rin ola oladi degan ma'noda. Mana mashina mana qayerga solyapti. Ya'ni ma'lum agar o'zgartirsak kirilchani hukmdorligi yana o'zgaradi. Agar shuni xohlashayotgan bo'lsa, bilmadim yana. Chunki agar masalan men kirilcha yana bir 40 yil kirilcha qolishni xohlasam, shunaqa qilgan bo'lardim-da. Chunki o'yladim, qarang, kirilcha qolishni xohlasam nima qilardim? Lotinchani qiyinlashtirib qo'yish kerak edi va hozir kesirga chiqayotgan bola o'zbekchani kirilchada o'rganishim kerak deydi. Chunki boya aytgan Achemoglu kitobini ham faqat kirilchada o'qiy oladi. Hukumat qarorlari ham faqat kirilchada o'qiy oladi. Lekin lotinchada qilsa, mana bunaqa lotinchani o'rganing, mana bunaqa lotincha qiyin-da, mana haqiqatan to'rttagina harf deyapti, biz ham masalan 28tagina harf o'rgana olmaydi-da. Eng qiziq argument anaqada, alifbo o'zgarmayapti deyapti. Masalan, alifbo o'zgaradi. 4 ta harf bor, yo'q 4 ta harf, sizlar butun alifbo o'zgarayotganiga vahima qo'yasizlar deydi. Bor, yo'q 4 ta harf o'zgaryapti deydi. Ko'p narsa o'zgarmaydi. Demak, ko'p narsa o'zgarmasa, nima kerak bor o'zgartirishda? Masalan, status quoda. Raz argument shunaqa bo'lsa, ko'p narsa o'zgarmayotgan bo'lsa, demak shart emas ekanda chini qilish. Endi hozir biz bu argumentga ham kelsak bo'ladi, tam bitta tovush, Unicode kelgan. Hozir masalan endi hozir asosiy masalan iqtisodchilar qatdan bilasizlar, biz tilshunosmiz masalan, tilda yoki ortografiyasi yoki mana bir tovush, bitta harf bo'lishi kerak yoki u hozir biza anaqa sun'iy intellektga ham label qilib o'tiribmiz, u bilan g'ni shapkasi bo'lgani uchun, manaqa shapka bo'lgani uchun harf so'zlar bo'lim qolyapti ikkiga. Agar uni shapkasi buyoqqa emas, tepada ikkita nuqtasi bo'lsa, so'zlar bo'lim qolmasdi. Unicode'da hozir bloq alifbosi yo'q kabi argumentlar bor masalan. Va men tushunishga harakat qilib ko'rmoqman-da, ozgina nima turtki bo'lyaptiki, shunaqa radikal alifboni o'zgartirishga. Siz hech qiziqib ko'rdingizmi? O'ylab ko'ring, nima masalan biz salbiy oqibatlar to'g'risida gaplashyapmiz. Nima ijobiy tarafi bo'lishi mumkinki, farazda ham buni oqlashi mumkin? Yo'q, men ham tushunmayapman to'g'risi. Chunki masalan menga aytishadi, mana O'zbekiston so'zi ko'p joylarda xato yozilyapti. Hamma har xil yozyapti deydi. Yana bitta har xil yozish turida anaqa introduction. Masalan, jumladan masalan, men O'zbekiston deb yozsam, men Telegram kanalimni hamma ko'rishi mumkin. Guvoh, men o deb yozsam, mana oddiy o qilaman, MacBook'im manaqasida anaqa qo'yaman, tutuq belgisini. Va bilaman, tutuq belgi o'zbek tilidagi teskari tutuq belgi emas bu. Men bu apostrof qo'yaman, oddiy. Siz ham shunaqa yozasizmi? Shunaqa yozaman, apostrof. Chunki endi menda masalan, mana bunaqa tutuq belgili klaviaturam yo'q-da, masalan. Menda ham yo'q. Uni o'tkazib yozgandan ko'ra esimdan chiqib yozmasligim mumkin-da. Masalan, kimdir aytdi, masalan, Botir aka, o'zingiz xato yozar ekansiz. Nimaga aralashyapsiz tilchilarning ishiga?
birinchidan o'zingiz imloviy xato qilib yozib turibsiz, endi ch bilan sh to'g'risida gapirish haqqingiz yo'q deb og'zimga urdida bitta 19 yoshli yigit. Hayron bo'ldim. Demak, xato ustiga yana xato qilishimiz kerak. Chunki misolni bitta misol shu deyman, 9 xil varianti bor ekan. Uni o'sha O'zbekiston so'zidagi har kun ishlatilgan so'zimizda 9 ta shapkasi bor ekan. Demak, 10-si ham kerak-da, menimcha shunaqa bo'lyaptimi? Yo'q, men to'g'ri anaqa misol uchun mana ch bor, mana ingliz bizda ch deymiz-ku. Masalan, ingliz tilida har xil talaffuz etiladi. Bir xillarda sh, masalan, parashyut. Chef degan so'z masalan yoki k deb anaqa qilish ham mumkin-da u. Bo'ladi, masalan, shu masalan Chicago so'z bor misol uchun. U ham ch. Qanaqadir bo'ladi. Bor masalan cheese yoki chair masalan. U ch deb ya'ni bitta ifoda etilishi, bitta so'z degan anaqa. Okay, keyingi argument. Men hozir anaqa bo'lishga harakat qilaman. Mana 55 minut bitta o'zimizdan anaqadan gapirdik. Keling, men devil shayton advokati, sayton advokati bo'ling. Dumli shayton advokati bo'ladigan bo'lsam, okay deydi. Bo'lmasa manaqa argument tashlab ko'raman. Hozir biz ch bilan shni ikkita harf yozamiz-ku. Agar shuni bitta qilib qo'ysak, dumli ch bilan ozgina ekran bo'lardi masalan. Yozayotganda, kitobni bosib chiqarayotganda, masalan, o'tkir kunlar asari masalan 1000 bet bo'lmasdi, 900 bet bo'lardi masalan. Osmondan aytaman va bu natijasida biz daraxtlarni ekran qilamiz, chunki kamroq bet chiqadi, siyohlarni ekran qilamiz va kitob ozgina ixchamroq bo'lib chiqadi. Deyishyapti. Buni hazillashyapti deb o'yladim, lekin rostdan shunaqa argument bor ekan. Nima deb o'ylaysiz? Masalan, kommentar qilib kelyapti bu narsani. Xo'p, that's exactly. Chunki bittasi aytdi, bolalar daraxtlarni himoya qilasiz deydi. Mana deydi, daraxt himoya qilmoqchi bo'lsangiz, chni yangi dumma keyin yozing deydi. Shunda kamroq daraxt o'ldirardi kitob chiqishga. Вообще anaqada misol uchun ko'pchilik bilsa kerak, arab yozuvida undan ham ekran qilinadi. Masalan, ko'p a, i, o tovushlar anaqa yo'q, faqat anaqa misol uchun kitob KTB deb yoziladi-yu. Bo'ldi, hammasini aqlli, men sizga 70% ekran qilib beraman. Masalan, kitob KTB deb yoziladi. Masalan, o'tgan kunlarda ham mana apostrof tg knlr deb yozildik. Bo'ldi, men tushunalaman misol uchun. Mana hozir ko'proq ekran qiladigan bo'lsa, to'g'ri. Yo'q, cheksiz bu yog'i, bepoyon agar ekran qilaman deb simvol anaqa qilaman desangiz. Ikkinchi narsa, masalan, hozirgi zamonda misol uchun asosiy til anaqa-ku, elektron-ku, ya'ni yozma anaqada-ku, yozma shaklda-ku. Keyin anaqa aytishdi, masalan, mana biz hozir label qo'yib turibmiz o'zbek tilini, siz tushunmayapsiz deydi. Endi Ozodbek degan anaqamiz bor, do'stimiz bor, yaxshi tushuntirib berdi. Masalan, uni linkini qoldirsak bo'ladi. Nima uchun? U dasturchi yigit, yaxshi tushunadi, tabiiyki bizdan. Nima uchun u argumentlar to'g'ri emasligini bir popolochkam yozib ketibdi. Uni qoldiramiz. Chunki men o'qigan, eshitgan argumentlardan bittasi mana hozir biz raqamli texnologiya davrida yashayapmiz. Ko'p o'zbek tilini raqamlashtirishimiz kerak. Mana bu eski g'ni hozir yozyapmiz, muammosi Unicode tilida yo'q ekan. Agar hozir dumli turk tilidagi o'ni qo'ysak, уже bor, u o'sha osonroq bo'lardi deyishdi. Ozodbek tushuntiribdi, yo bu to'g'ri emas deb, o'sha linkini tashlab ketsak bo'ladi. Bu ham bitta argument ekan masalan. O'sha tilchi. Keyin qarang, mana bu narsa men o'ylayapman-da, masalan, alifbo juda muhim narsa-ku. Buni yoppasiga qilganingizdan birinchidan hech kim ishlatmaydi, yangisini. Hech kim deganda bu marginal odamlar ishlatadi. Guruh kichkina eksperiment qilib ko'rsak bo'ladi, masalan, oddiy. Mana shu ch-shni ta'rif, ayniqsa ch-shni ta'rif qilayotganlar balki o'zlari yozib ko'rishar. Mana 1 oy yoki 1 yil faqat shunda yozishsin va faqat shunda yozilgan ma'lumotni iste'mol qilib ko'rishsin va ular yozadigan kanal obunachilar ham faqat shunda iste'mol qilib ko'rishsa va keyin gaplashsa. Masalan, keyin gaplashsa. Yo'q, men aytmoqchiman, kanali yo'q, buni tarafdorlari ham bor-ku. Endi masalan, okay, kanal yo'q tarafdorlarini o'zi ham masalan, qanaqadir bir kichkina eksperiment qildim. Tasodifiy minton, endi tasodifiy bu yerda guruh bo'lmaydi, chunki bular tasodifiy odamlar emas. O'shadan o'tkazib ko'rsak, masalan, mana hayotinglarni osonlashtirish uchun
mana o'zinglar yozib ko'ringlar. Mana shu zo'r gap bo'ldi. Qarang. Mana She'rlar bor hozirgi aytayotgan narsangiz. Hammasi masalan loyiha, masalan qonundan belgilanmagan. Qonundan hozir bitta o'zbek tilimizda bor, buni davlat hujjatlari shu tilda chiqishi kerak va hokazo degan gap bor, O'sha qonunni ham o'zi yarimta qilib yuribdi. Lekin kirilchada yozilayotgan hamma kitob, hamma ma'lumotlar bor, hammasi ixtiyoriy ravishda odamlar kirilchada chiqaryapti. Ya'ni masalan hozir kirilchada yuritadigan odam u qonunda bor bo'lgani uchun emas, o'zi shu u qanaqadir misol uchun mulk bo'lgani uchun. Mana hozir ham hech kim ularga xalaqit bermayapti o'sha o'zbek tilida to'g'ri yozishga. Kitob chiqarish, masalan o'sha o'zbek tilida kitob chiqarib sotishsin, masalan yoki tam. Masalan, agar shunchalik sevsangiz, masalan, albatta bemalol yozib ko'ring. Biz organik ravishda o'tib olishimiz mumkin edi. Agar o'sha balki chunki ya'ni qonun bizga belgilab bermadi-yu. Masalan, mana shu 35 yil oldingi alifboda qonun chiqqanda hech kim buni bu konstitutsiya emas-ku masalan. Masalan, hozir noto'g'ri she'r yozsangiz, kim sizni anaqa masalan anaqa qo'yadi, qamab qo'yadi? Hech kim. Buni qonuniy kuchi yo'q, qonuniy emas, bu majburlov kuchi yo'q-ku. Masalan, siz yo'lda ketayotganingizda 60 dan 100 ga o'tsangiz, buni qonun kuchi bor. Sizni kimdir jazolaydi, pulingizni to'lattiradi. Lekin men she'rni noto'g'ri yozib ketsam, meni kim anaqa qiladi hozir? Kimdir so'kadi balki. Lekin buni qonuniy kuchi yo'q-ku, bu parlament kelib turib meni jazolaydimi, nima qiladi? Hech narsa qilmaydi. Kirilcha yozib kelishyapti o'zi. Kirilcha deyiladi, hech narsa qilmadik-ku. Eski she'rchilarni ham, eski she'rchilarni ham biz hech narsa qilmaymiz. Mana 100% kim W deb yozayotgan bo'lsa, W qilib yozib yuradi, eski she'r deb yozib yuradi, yangicha. Shuning uchun to'g'ri deb yozadi, tushungan to'g'ri. tushungan Shuhrat akadan tushungan u уже ko'zingiz qonab, yangi ko'z qidirib yurasiz. Bu she'rni ko'rmagan ko'zlarni qidirib yurasiz. Yo'q, men to'g'ri deb yozishadi, chen o'rniga to'g'ri harfini yozgan. 4chan anaqa o'xshadi. Keyin shen o'rniga W qo'yib yozishadi. Masalan, xuddi shunaqa g'oya-ku, bitta anaqaga bitta simvolga bitta tovush. Cheni to'g'ri qilaylikda, sheni W masalan-da. Yo'q, u hajami keywordida qoladi o'sha. Chunki W bor keywordida, to'g'ri bor keywordida. Mayli o'shanga o'taylik mana. W ga o'ta qolaylik, shuning uchun degan, shuning uchun. O'shanda ham W keyin bor tushuntiramiz nima degani W-liga. Misol uchun o'shanda Shuhratda Vuhrat deb o'xshaydi. Shuhratga bizda ham bo'lmaydi, ko'rayotgan biz Shuhrat va Vuhratning farqi bor-da, ya'ni xatoda yozilganda. Shuning uchun menimcha o'zligi o'tib ko'rishsa, bir ko'zligi qonab ko'rsa, keyin balki qaytib kelishar. Shuning uchun bizda hamma hozir status ko'da qolib turaylikda. Status ko'da qolib turmaylik. Status ko'da qolib turaylik. Qolganlar mana kim o'sha yangicha ishlatmoqchi bo'lsa, ishlatursin. Yozursin. Balki obunachilar soni kamayib ketar balki. Balki ularni hech kim o'qimas, balki aksincha ko'payib ketar, bilmaymiz. Balki biz ham o'tishga majbur bo'lamiz. Masalan, shartli ravishda Otabek aka ertaga Bakirov bizning hamkasbimizni yangicha bilan yozishni boshlasalar yoki mana Muhrim aka yoki men ularni o'qishda davom etaman, ko'proq obunachi keladi, yoshlar o'qishni boshlaydi yoki teskarisi. Masalan, Shoshilinch tibbiy markazi degan so'zni o'qisam, ko'zim qonab ketdi-da, mana anaqa. She'rmanchi yozib ko'ring, siz yozib ko'rmadingizmi? Bitta yozib ko'ring, yangi anaqa bilan. Roslunk bo'lar ekan-da. Bu o'zbek tili emas-da, уже men o'rganmagan. Qarang, bir savol hech kim ismi bu joyini, manaqa argument ham bor ekan. Bittasi yozibdi, endi bir kanal, Telegram kanalimni boti anaqada, nima hotline bo'lib qolgan, kimdir o'zining dardini yozib turadi. Bittasi yozibdi, bolalarga tushunmayapsiz, bu katta o'yinlar bo'pti deydi. So'ramadim, ichimda nima ekan desam, hozir biza geosiyosat bo'pti. Turkiyaga yaqinlashishimiz kerak edi. Biz turklar bilan bitta bo'lishimiz kerak deydi. U по-любому tushunmaydi-ku bizani baribir. Hozir qanaqa? Shunaqa deydi. Men keyin bilmadim. Mana shu anaqa, ya'ni alibon o'zgartirish shart emas ular bilan yaqin bo'lish uchun. Masalan, to'g'rimi? Yo aqlim men misol uchun cheni o'qoliydi-ku, sheni ham o'qoliydi-ku. Ya'ni hozir mesela turklarda bu diskussiya etmoqchi, turklardan aytaman. Ya'ni men ismi inglizchada bo'lmayotganligi, mana bu dum borligi muammo Turkiyadagi muammo-da. Ularning muammosiga biz qo'shilib yangi muammo qilamiz. Ya'ni ular agar masalan xohlagan, menimcha ular xohlaydi bu narsadan chiqib ketish. Bizda masalan bizda ham qanaqadir ham biz aytmoqchi, alifbo o'zgarayotganda, buni ko'pchilik bilsa kerak, dumli emas, mana bunaqa bo'lib ketgan sababi geosiyosat bo'lib qolgan. Anaqa Turkiyaning bosh vaziri bo'lardi, Tansu Chiller degan, aytmoqchi,
butun g'arbiy dunyo stillarda anaqa qilardi. U manimcha Karimov bilan anaqa munosabatlari yaxshi bo'lmay qolgan va shuni natijasida shunaqa bo'lgan degan gap ham o'zi dumlicha bo'lish kerak edi anaqada. o'zi asli tegi shunaqa dumlicha bo'lish kerak edi va siyosiy sabablarga ko'ra, lekin mana shuni men aytmoqchiman, qarang. Biz mana shunaqa hozirgi alifboga kelib qolganimizni qachon masalan eng optimal variantmidi yo'qmidi degan hozir suddan yiroqman-da, chunki ixtiyoriy grafika qanaqadir sabablarga ko'ra bo'lib qoladi. Masalan, ingliz tilida ham parashut yoki chef deb o'qilishi, yoki Chicago deb o'qilishi fransuz tilidan olingan so'zlar. Ya'ni hamma tildagi hamma harflarni o'zini unikal tarixi bor. Ma'no nimada? Biz buni adjudicate qilmasligimiz kerak. Adjudicate degani orqaga borib turib sudga berishimiz kerak emas. Nima uchun bunaqa bo'lgan? Masalan, mana shu Erondagi diskussiya menga yoqdi shuni. Ya'ni to'g'ri qachondir ham forsiy zabonlar arabcha lug'atga o'tishgan. Balki kuch ta'siri orasida nima bo'lgan bo'lsa. Endi bundan 1,5 yil o'tib, keyin hozir biz nima deydi, burgiga anaqa qilib ko'rpan qo'ydirishimiz kerak emas degan g'oya to'g'ri bo'lgan. Hatto millatchi eronlik forsiy zamonlarda ham. Ya'ni qanaqa bo'lganki, butun mulkimizda hamma narsa bunda bo'lgan. Hozir yo'qorganimiz kabi bo'ladi. Ya'ni o'zbeklar ham masalan biz ham shu arabchadan lotincha keyin kirillchaga o'tayotganimiz mana shu bizni unikal deylik o'qish va yozishni kamaytirgan narsa o'zbek tili mana shu oxirgi 100 yilda 3 marta o'zgardi-da, ya'ni arabchadan lotinchaga birinchi marta, 10 yildan keyin kirillchaga, keyin 50 yildan keyin yana lotinchaga. Ya'ni mana bo'ladi-yu. Qancha yana o'zgarish kerak bizga. Mana shu muhim joyi. Siz mana shu muhim joy, chunki agar o'sha 90-yilda dumlicha bilan qolganimizda hozir kimdir chiqib turib dumlichani yo'qotib ch deb yozganimizda bu muhokama xuddi shunaqa bo'lardi. Yaxshi bo'lardi mana che turibdimizda bo'ldi tegmaylar derdim. Ya'ni hozir bizda dumlicha bilan dumlisi bilan men maktabda o'rganganimda, men aksincha shu dumlicha bilan seni biz himoya qilib turgan gap dumini shaklida yoki bu tarixiy anaqasida emas. Именно mana bu o'zgartirishda, ya'ni bu hozir kimdir noto'g'ri o'ylashi mumkin. Sizlar xato qadimgi zamonda xato bo'lib o'tib qolgan alifboni himoya qilyapsizlar. O'zi boshlang'ich o'tish xato edi. Mana bu OG original bizlar alifbom shunga qaytaylik degan argumentga javob aynan mana shu. Ya'ni qaysi sabablar bo'lishi mumkin. Siyosiy o'sha yoki kimdir qaysarlik qilib yoki noto'g'ri o'tgan istalgan sabab bo'lishi mumkin. Biz hozir unga borib oliy sudda ochib noto'g'ri muhokama bo'lganda to'g'rilik dishdan uzoqroqmiz. Aynan mana shu siz aytgan narsa menimcha podkastning boshida eng muhim qismi edi. Mana shu bizning fikr. Qanaqa qilib bu yoqqa kelib qolganimizdan farqli o'laroq hech buni qoldirishga majburligimiz uzluksizlikni ta'minlash uchun-da. Ya'ni mana shu endi bizni ziyolilar deydimi, boshqaruvchi qatlam deydimi, 20-asrda qilgan ikkita katta xatosi o'sha arabchadan lotinchaga o'zgartirishga berishgani. Keyin uje maynavoschiga qilib kirillchaga ham o'zgartirib qo'yishgan. Mana buni armanlar va gurjistonliklar turib berishgan va saqlanib qolingan-da, uzluksizlik qanaqadir madaniy ma'noda. Mana shu sovet anaqalarini nima deydi, aholi ro'yxatdan o'tkazish statistikasini qarasangiz, O'zbekiston, Qozog'iston kabi Markaziy Osiyo mamlakatlari unikal bezgрамотность nima deydi o'zbek tilida? Savodsizlik. Unikal yuqori savodsizlik darajasida 1% dan kam mana shunaqada o'qish biladiganlar. Endi masalan o'ylash mumkin, haqiqatan shunaqa bo'lishi mumkinmi? Ikkinchisi katta ehtimol bilan o'sha o'qish biladigan deganda o'sha sovet o'zbekchasida berilgan listovkani boshqani 99% odam o'qolmagan-da. Ya'ni o'sha ikkinchi marta o'zgartirayotganda o'lgan ustiga tepgan bo'lgan. Va bu narsa bizani albatta orqada qoldirgan. Ya'ni chunki o'zi ota-onasini o'zi bolasi maktabdan qanaqadir ham grafika bilan kelyapti, ota-onasi uni o'qib tushuna olmaydi, arabchada o'rgangan odam. Endi qanaqadir sabablarga ko'ra lotinchada o'rganib olgan bo'lsa, 10 yildan keyin keyingi bolasi yana kirillchada kelyapti, yana tushunmayapti, yana gazetani ham tushunmayapti, yozma matnni ham tushunmayapti. O'sha paytda transliteratsiya anaqasi yo'q edi, deymi balki. Lekin men shuni aytaman, mana shu narsa bizani ancha orqaga tashlagan va biz bilmaymiz qanchalik buni asoratlari chuqur bo'lgan. Ya'ni hamma ta'lim darajasi, boshqa inson kapitali ko'p narsalarda biz deylik Rossiya, Ukraina kabi joylarda ancha orqada qolganmiz, kirillchada yozib kelgan joylarda. Endi buni millionta sababi bor orqada bo'lganimizdan. Lekin
sabablaridan biri va muhim sabablardan biri ham shuki, o'sha anaqamizni yo'qligi va hozirgi mana shu o'zgarishni ham men masalan balki o'sha nig yoki ch yoki shunaqa narsalarni nima deydi tarafdori emasdirman grafik ma'noda, lekin buni o'zgartirmaslik tarafdoriman, chunki uni xarajati o'zgartirish, tranzaksion xarajati ixtiyoriy siz aytayotgan narsadan ko'ra o'tgan kunlarda ham hozir 12 betda yozib bera olaman desa ham yangi alifbo bilan yo'q kerak emas derdimda, chunki manda o'tgan kunlarda ekonomik qilish emas, manda uzluksizlikni ta'minlash, ya'ni qanaqadir ma'noda til o'sha organik ravishda o'zi rivojlanib, o'sha odamlar bir-biri bilan muloqot qilish vositasi bo'lib qolishida. Til bu faqat qaror chiqarish vositasi emasda, ya'ni masalan bir tomonlama kommunikatsiya haqida gap ketadi. Masalan, hozir endi hukumat dumli che bilan yozishni boshlaydida, shu bilan bo'ldi. Lekin mana sizlarga deb. Qabul qilishda bu unaqa bo'lmaydi-ku. Mana haligacha hamma narsa dublirsiz qilishning sababi, haligacha hamma narsa kirillchada bo'lishning sababi, ya'ni nima desam ekan, mana bitta mamlakatda yashaganimizda-da, u yerda kimdir o'zgartiraylik deganda, alifboni mana shunaqa 4 ta harfini, masalan, Mongoliya diskussiya bo'lib turibdi-da, kimdir Mongolda aytmoqchi kirillcha yozishadi, men hozir shunga aytaman. Masalan, Mongolda hozir kelib turib, biz masalan kirillchani mana o'zgartirmoqchi bo'lsa, men ularga O'zbekistonni misol qilib keltirardim. Mana qaranglar odamlar, agar ishni yarimchalik qilsanglar, butun hukumatni bittada o'tkazib majburlab lotinchaga qilmasanglar, 35 yildan keyin ham sizlarda hali ham kirillchada asosiy narsalar yozilib boraveradi. Biz nima desam ekan, yomon misolmiz-da o'zi qanaqadir ma'nosi. Qozog'istonlik diskussiyani o'qisak, hamma aytadiki, "Men O'zbekistonni qaraylik, 35 yildan beri o'tolmayapti" deyman. Hozirlar kirillchadan hozir lotinchaga o'tishmoqchi, lekin u yerda ham diskussiya qanaqa bo'lyapti? Bittada tez o'tib olish kerak, chunki mana shu o'zbeklardagi yetaklab yursak, haligacha o'tishmagan. Endi to'g'ri aytishyapti, biz haligacha o'tmaganmiz. Ya'ni biz masalan qirg'izlarga ham, qozoqlarga ham, tojiklarga ham hammasiga yomon misolmiz. Hozir ikkinchi marta yomon misol bo'lmoqchi. Hozir yana bir u ot o'yin qilib tashladi. Ya'ni men masalan yana bir 5-10 ta anaqa topib bera olaman. O'zi masalan tschi masalan, sirkchi masalan bo'ladi-ku. Ketdi masalan, paxta titish sexi. Masalan, sexi deb yoziladi. Menga yoqadimi yo'q bilmayman. Lekin hozir kimdir kelib turib, "Давайте ts degan tovush bor bizda, o'sha tsni qo'yaylik, mana sirk deb yozmaylik" deb aytsa, sivilizatsiya bo'ladi-ku, har bitta sivilizatsiya sirk emas, sex, hammani qiynagan savol sex. O'zbekiston tsni hamma yopishib olgan savol sex. Aytmoqchi misolchi, mana o'zbek tili agar tovushlar ma'nosida aytadigan bo'lsak, mana bizda bitta o-da, lekin o'zi asl misol uchun tovush ma'nosida aytadigan bo'lsak, o'zbeklarda o har xil tovush. Masalan, o'rdak bilan o'rmon, o'rik har xil o-da. Mana qozoqchada masalan mamlakat masalan O'zbekiston, ya'ni masalan mana shu biz unifikatsiyalashgan turkiy tillanishida bizdagi yagona o yo'q-da. Ko'plarda o va o, bu har xil o'lar. Bizda harf ma'nosida har xil nima deydi, bitta harf ifoda etadi. Endi bilgan odam biladi, bilmagan odam mana hozir o'zbek tili hozirgi o'zbek tili bilan eskiroq o'zbek tilini ko'rsangiz ham sal farq bor masalan o'larni talaffuzida. Lekin men hozir kelib turib kimdir yangi bitta o degan harfni qilamizda, o'rikni mana yozamiz desa, men ham yo'q derdim. To'g'ri, u lingvistik ma'noda to'g'ri ish bo'lishi kerak edidir, lekin bu poyezd o'tib ketdi. Endi kechirasiz, mana shuni qilish kerak. Mana shu qilingan qarori davom ettirish kerak. Chunki bu nima deydi, juda ham masalan muhim masala. Men kamdan kam bir xil masalalar haqida bunchalik kuyinaman. Bu kabi bu narsa chalik kabida. Mana shu narsa meni rosa tashvish solyapti. Muhimi masalan skin in the game yo'q deyman. Sizda ham, menda ham. Men o'zim aniq aytaman, masalan bu har masalan kimdir eshitib turib, bu nimadir ko'zlayapti yoki bunda qanaqa tarafdori bor, qanaqadir bu anaqasi nima deydi skin in the game o'zbek tilida? Skin in the game degan yardan deydi-yu, misol uchun bu o'yindagi anaqam yo'q deydi-da, ya'ni yo anaqa manfaatdorligi masalan shaxsiy manfaatdorligim yoki shaxsiy manfaatsizligim yo'q-da bu masalada. Sizda ham ishonchim komil. Anaqaroq, ya'ni manfaatdor bo'ladigan odamni ham tasavvur qilish qiyin-da. Lekin manfaatdor bo'lgan odamlardan eshitaman deyman. Bir xil yozyapti-da, manfaatdor bo'lgan odamlarni argumenti xuddi butun odamlar uchun gapirman. Manfaatdor bo'lgan odamlar kimlar masalan? Transliteratsiya biznesida bor odamlar bor masalan.
man tilni man o'zbek kirillga aylantirib beradiganlar bor. Masalan, bor. Ikkita, 3 ta 4 ta odam bordir butun O'zbekistonda masalan. Agar nashriyotda ishlasam, men ham tarafdor bo'lardim. Men yengil hazillashib yozdim mana masalan, men poligrafiya biznesi men aytaman. Sizlarning AI startaplardan ko'ra marjasi 1000 karavar katta hazillashib yozardim-da. Ya'ni bu yerda men g'arazli anaqa aytmayman masalan, davlatga yaqin yoki anaqa qanday yutadigan. Yo'q, oddiy mana ko'chada o'tirib metroning tepasida poligrafiya biznesini ochib qo'ysangiz, biznesingiz gullab ketadi hozir. Istalgan bu to'g'risida biz umuman gaplashmagandik hozir. Istalgan narsani qayta bosib chiqarish kerak. Tilni ertaga o'tsa, menimcha уже o'tsa kerak. Дым без огня не бывает deydi-ku. Ertaga o'tsa, hamma narsani birinchi kundan qayta chop etish kerak. Masalan, ko'lamini biz tasavvur ham qilmaymiz. Masalan, O'zbekiston so'zi bor, Toshkent so'zi yozilgan, istalgan o'sha siz Tashqi ishlar vazirligi blankingiz ham, chegaradagi anaqangiz ham ertaga qaytadan bosma qilishga zakaz keladi, masalan. Qilish kerak-ku. Mana O'zbekiston so'zi hamma yerda yozilgan-ku. Toshkent so'zi hamma yerda yozilgan-ku. Ya'ni bir xil aytayapti, yo mana o'z darsliklarni biz boshqatdan chop ettirmaymiz, chunki o'zlarining sikli bor, 4-5 yil almashish kerak. O'sha almashganni biz almashtirib olamiz bahonada yengil anaqada deydi. Ya'ni hozir masalan, birinchi sinf bolalari o'zgardi. Mana hozir deylik, mana bugun hozir 27-iyul. 1-avgustda qaror chiqdi deb bo'ldi, o'zgartirildi dedi-da. Hozir o'sha 1-sentyabrga boradigan bolalarga eskida o'qishadi. Ha, chunki unaqa bosmaxona yo'q bizda yetkazib beradigan. Agar yozadi, masalan, Chirchiq shahri deb yozadi, mana bunaqa Sirsiq deb yozadi. Chirchiq shahridagi shoshilinch tibbiy markazni yozib ko'ring. Yo'q, endi qarang. Masalan, alifbosi qanaqa bo'ladi? Mana kitob, mana birinchi o'qish kitobi beriladi-ku ularga. Eski lotinchada beriladi. Menimcha shunaqa, chunki menimcha manaqa bo'ladi. Bunga ishonishni emas, bitta mos sotib beraman dedi inglizchada. Hozir bitta narsa aytmoqchi edim. Men bosimxona ochamizmi? Menimcha, men bosimxona ochaylik. Biznes o'zi yaxshi akasi o'sha kimdir shikoyat qiladi, kimdir pul qiladi deydi-ku, shunaqa ham. Anaqa-ku, masalan, finansda moliyachilar alfani topsa, bilasizmi shunaqa bu alfani topsa, hedge fond ochib, milliarder bo'lib ketib, keyin publish qilishgan masalan paperlarni. Covid paytida ham bosimxona. Hozir qani anaqani aytmoqchi edim. Zo'r lakmus bumashka bor. Mana shuni tekshirish uchun xalq qaysi tilda gapiradi. Taklifnomalar biznesidagi odamlar bilan gaplashganman. Hamma yoqda, Toshkentda ham, boshqada ham. Mana oshga, to'yga, boshqa joylarga taklifnoma qaysi grafikada bosiladi? Kirill 99%. Hozirgacha. Lotinchada yozilmaymiz zot. Ya'ni bosadigan, ishlab chiqaradigan ham, hamma muharrir ham, hammasi yosh bolalar, hammasi lotinchada o'qiydi. Lekin biz kirillcha muharrir olib aniq qilamiz, chunki hech qanaqa zakaz, hech narsa o'zbekchada bo'lsa biror marta deyarli ya'ni masalan millionlab anaqa haqida, ob'yom haqida gap ketyapti, lekin hammasi kelishadi. Bu nimadan dalolat beradi? Ya'ni biz hali lotinchaga o'tmaganmiz. Hozir lotinchani yana bitta o'zgartirsa, yana lotinchaga o'tishimizni masalan siz taklifnomachisizda yoki yo'q, mana siz to'y qilyapsiz, kimdir chaqirmoqchisiz. Siz hozir alifbo o'zgargandan keyin qaysi tilda chaqirasiz? Kirillchada chaqirib qo'yasiz, chunki ani lotincha bilan bu lotinchani hali tushuntirish anaqa bor, shu kirillcha tinch bo'ladi. Ya'ni mana shu narsa meni eng ko'p deylik tashvishga soladi. Bizda hali ham asosiy muloqot shrifti kirillcha o'qib ketgan. Asosiy kitoblar kirillchada, asosiy taklifnomalar hamma narsa insonlar kirillchada ishlatishadi. Buni sababi tranzaksion xarajatlar. Endi yana o'zgarsa, yana kirillchada, yana 30 yil kirillchada yozib yuriladi va lotinchaga menimcha umuman o'tmay qolamiz. Faqat o'sha savodsizlikni rivojlantirganimiz qoladi. Mana shu meni anaqamday fikrim. Endi mana shu bizani ajenda, mana shu bizani anaqada, nima edi? Anaqa screeningdagi shu yana nima bu to'g'risida gaplashsak bo'ladi. Xo'p, endi ko'p narsa bo'ldi. Masalan, jahon chempionati tugadi, yana nimalar bo'ldi? Jahon chempionati tugadi, keyin Jahon chempionati tugadi, AQSh o'zini har doimgi biznesiga qaytdi. Qaysi shaharda otishmalar bo'libdi. Jahon chempionati tugadi, qayerdadir otishma bo'ldi, qayerdadir anaqa bo'ldi. Eski back to business. Boshladingiz. Menimcha siz deylik, siz axborot tufayingizda shunaqa jahon chempionati katta o'rin olganda, ya'ni hammasi bu turgan. U davom etyapti, to'g'ri. Shu pufakka ozgina o'zgartirib turdik, lekin pufak qaytdi yana. Ya'ni Eronga rasm ko'rdim. Eronga raketa otadi, neft narxi oshadi. Neft narxi oshib ketgandan keyin Amerikadagilarga yoqmaydi, keyin peace deb aldaydi.
neft narxi tushadi, o'sha eski hamon eski toziga qaytdik. Bilmadim, yana nima yengilliklar. Hozir mana shu alifboni ham shunaqaga o'xshatyapman-da, ya'ni har necha yilligi ochiladigan mavzu-yu. Shunaqadek, ya'ni qaysidir mavzular hozir hal bo'lsin, keyin yana qaytamiz ham o'zimizni ha. Jiddiy mavzu, lekin bu safar jiddiyga o'xshyapti-da. Menimcha bilmayman, o'sha parlament ular har gal jiddiy deyish kerak-da, chunki ishonmay qo'yamiz-da qancha. O'shanga men umidim qarag'inki, mana shu, ya'ni ular jiddiy desa biz ham jiddiy qabul qilishimiz kerak-da. Yo, jiddiy deganda senatda yozibdi menimcha hujjat. Qabul qilsa. Men ham shuni aytaman, masalan, Oliy Majlisning Telegram kanallari ham hammasi anaqada-da, kirilchada yuritiladi-da. Haliyammi, qani ko'raylikchi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, lekin lotinga o'tishibdi ular. Yo'q. Qani endi mana ular 16 mingta odam bor ekan. Mana ular hozir lotindagi o'zbek tilli yozuvini yangisiga o'tishsa, eksperiment qilib ko'ramiz qancha odam unfollow qilar ekan, masalan. To'g'ri, mana ixtiyoriy keyin ba'zi bir fikr yetakchilari ham bor, shuni targ'ib qiladigan. Bemalol yozib ko'ringlar, cheshada. Kim yana shu Shuhrat akaning misollariga qaytishga majburman. O'zlari ham bir majbur qilib o'zlarini yozib ko'radilar, chesh bilan. Qaytib kirsam eskisiga o'tib qoladi yana. Menimcha o'zlari ko'zlari qonab ketadi, yozishga ham, o'qishga ham. Chunki ba'zi odamlar rostdan yozishga harakat qilib ko'radi. Lekin 2-3 kundan keyin qaytib kirsangiz, yana eski alifboga qaytib olishadi. Ya'ni o'zligiga ham bu yozish, o'qish va yozish bu shriftda oson emas. Ya'ni xuddi shunaqa deb o'ylayman, ya'ni shunaqa bo'lib qolsa kerak yo'q. Xo'p, o'zbek tilli ko'p kanallar ham kirilchada. Hozir ikkita kanal o'qiyman, faqat ikkalasi ham kiril. Kanal ham ko'p kirilchada ekanda. Hozir Mirkomil Xolboyev degan iqtisodchining kanali bor, u ham kirilchada yozadi. Lekin bilaman. Sababi tushunarli, ya'ni ko'proq odam o'qiydi kirilcha yozsangiz, haqiqatan. Masalan, mana boshda kanal yozishni boshlaganimda bir tabiiyki kirillda yozishni boshladim, lotin yozishni, chunki menga qulay lotinda. Men agar ko'proq odam o'qishni xohlaganimda o'zimni majbur qilib kimdir ishga olib lotinda emas, kirillda yozdirtirardim, masalan. Lekin anaqada qiyin. To'g'ri, bir kirilchada yozsa yaxshiroq bo'ladi, chunki men aytdim, ko'proq odam o'qiydi. Siz aytgandek 4 ta sizni vaziringiz o'qiydi, masalan. Kamida. Agar xohlaganingizda kirillda yozardingiz. Agar o'zingizni majbur qilib shu tranzaksiyon xarajatlarini o'zingizga olib. Nima taqdirda ham afsus qiladigan narsaga o'xshyapti-da. Ya'ni shunaqa katta xatoki ko'lamini ko'rishmayapti. Endi bu yerda mana ikkita narsaga bog'liq bo'ladi. Qanchalik oxirigacha olib borishadi. Mana masalan, lotinchaga ham yarimchalik o'tganmiz-ku, mana hali ham o'tmay yuribmiz. Hozir shuni ham agar buni yarimchalik qilishsa yomonroqmi, oxirigacha qilishsa yomonroqmi? Ikkovi ham bir xil yomon. Yomon, chunki hozir nima bo'ladi deylik, mana ertaga shu tasdiqlandi, yangi o'zbek lotin alifbosi tasdiqlandi, nima bo'ladi? Shu asosan birinchi o'tadiganlar shu davlat idorasida ishlaydiganlar yoki davlat zakazi bilan ishlaydiganlar o'tadi majburan. Va mana bu uziladi ko'p narsa. Mana bu yangi bosib chiqarilayotgan narsalar yangi chiqishi bilan ham bosib chiqarishga majbur bo'ladi. Va o'sha mashinada ham o'qiydigan, hatto o'rgatayotgan anaqa LLM ham masalan eskicha bilan yangishini farqlay oladimi yoki yo'qmi? Ya'ni majburan o'tiladi ba'zilar. Masalan, oxirigacha kimdir boradi. Qaysidir soha deydi, masalan, matbuot anaqalari, masalan, Yangi O'zbekiston gazetasi balki shu davlat ishchilari majburan blankalarni yozayotganda CHga o'tishni boshlaydi. Keyin o'zi bizda mehnat unumdorligi juda past-da. O'ta past. Ishchi unumdorligi. Hozir biza o'sha ishchi unumdorligini yanada pasaytirishga qasd bel bog'laganga o'xshamizda. Hozir hamma o'tirib davlat ishida bizda 10 million odam ishlaydimi, masalan, byudjetda taxminan
o'qituvchi anaqalarni qo'shsangiz 10 milliondan ham ko'pda. Ular majburan ertadan o'tishga majburlar. Chni sh qilib yozish uchun. Lekin doktorlar hali ham protokol boshqa hamma любой klinikaga borsangiz yuk yurishchida yozadi, yuk yurishchida. Lekin men maktabga o'tishga majbur bo'ladi hozir masalan. Maktabga o'tishga majbur bo'ladi. Ta'lim vazirligi olib ketadi-da. Ha, ta'lim vazirligi aytman, yoz deydi. Chmi sh yoz deydi. Nima aytsa, mana qonun deydi. Qonunga ne bo'ysunmayapsan deydi. Masalan-da. Bilamizku, o'tirib olib chni bosib sh qilib o'tirishadi-da. Ular vaqtini boshqa narsaga ketkazgani, o'z so'zi ishlagani o'rniga qo'shimcha yana yangi subbotnik qo'shilyapti-da, qo'bal qilayotganda, yangi sambalik. O'shaning uchun men mehnat unumdorligi ko'pchilik tushadimi deb o'ylayman. Bu to'g'risida ham hali biz o'ylamadik ham, gapirmadik ham. Shuning uchun gapirsa gap ko'p bu mavzuda, lekin men kutilman bo'yicha menimcha o'tilsa kerak deb o'ylayman. Afsuski Majlisdan o'tdi degani bizda endi Amerika bo'lsa senat qaytara oladigan. Bo'lishi mumkin, balki bo'lishi mumkin. Balki bo'lishi mumkin, umid qilamiz, lekin o'tilib qolsa afsuslik bilan vaziyat aytilgandek Van Gogh deydi-yu. Xuddi biz aytgan narsa 100% bo'ladi. 3 xil tilda yozilishi davom etaveradi, hatto kirillda ko'proq yoziladi. Kirill bu mustahkamlaydigan qonun-da, masalan, mana bunaqa. Yangi lotinchaga o'zgartirish O'zbekistonda lotinchaga emas, kirillchada qolib ketishni ta'minlovchi eng samarali vosita. Mana shu qoladi, ya'ni albatta kirillchada qoladi. Mana masalan qanaqa jiddiy narsa yozaman desam, kirillchada yozaman. Tushunishda ham, boshqada ham ikki xil talqin boshqa bo'lmasligi uchun. Albatta shu majbur bo'lamiz-da. Keyin men hozir yangi alfavitni targ'ib qilayotganlar yangi alfavitga o'tganimizdan keyin agar mabodo eski alfavitdagi kirillda yozsa, ularga shtraf e'lon qilishimiz kerak. Menimcha yangi qonunda agarda hozir ch bilan shni targ'ib qilayotganlar shunchalik mukkasidan ketishgan bo'lsa, yangi qonun chiqqan soniyadan boshlab yangisida yozishsa, yozilmay qolsa, yozishmasa, eski chda ketib qolsa, menimcha ularni haydovchilarni shtraf balli olib tashlanadi-yu. Ulardan ham bitta shtraf ball olib tashlanishi kerak. Hazil-ku endi menga anaqani tushunmayman. Masalan, juda ham common sense, masalan biz aytayotgan narsa anaqa, ya'ni biz bilan bu haqida gaplashmadik-da, Botir aka bilasizmi deb masalan yer dumolo, masalan suv ho'l degan narsadagi ko'ryaptim-da, ya'ni g'irt ahmoqlik misol uchun adabiyot muzeyini buzish yomon, masalan shunaqa qabilidagi bir ishlardan bittasi edi-da. Yoki masalan konvertatsiyani yopish yomon. Mana konvertatsiya yopayotganda hamma aytgan, yomon dabdala bo'ladi degan, yopishgan men nima qilayotganim, bu yerda kimdir foyda qiladi deb emas. Hech kim menimcha foyda qilmaydi. Mana shu sidqidildan tarafdorlari bormi degan savol meni qiynaydi. Pulga emas, mana shu haqiqatan g'oyaga. Meni qo'rquvimki bor. Men shu men hozir pul tarafdorlari deb umuman o'ylamayman. Mana sidqidildan tarafdorlari bor ekanda, haqiqatan sidqidildan tarafdorlari bor ekan. Mana shu anaqaroq. Agar puldan tarafdor bo'lsa, okey. Unchalik qo'rqmasdik. Atigi pulu deysiz, to'g'ri. Lekin shu sidqidildan, lekin ishonchim komil, adashib ishonishyaptimi deyapman-da, anaqa oxirigacha o'ylamasdan. Chunki men bu shaxsiy tomorqa emas-da, masalan, men o'zim ogrodimni bitta g'ishtga surib qo'ysam, meni muammom-da, men u bilan yashayman. Lekin butun millat, butun mamlakatda alfavitini o'zgartirib qo'yishni xohlasam, bu yelkamda juda katta mas'uliyat-ku bu. Men qanaqa bu bilan uxlayman ertaga, masalan? Yo, men shuni o'ylayman, status quo nihoyatda deylik yomon bo'lganda ham tushunardim-da. Unchalik yomon emas-da, ya'ni bo'ladi-yu, misol uchun. Masalan, yashab yurimiz-ku, masalan. Yarim mamlakat kirillda bo'lsa ham baribir qanaqadir yashab yurimiz-ku, to'g'rimi? Shu. Mayli, mana shu fikrimiz, menimcha podkastimizni yakunlash arafasidamiz. Anaqamiz, nima deydi, e'lonimiz shundan iboratki, bizning homiyimiz Juru Energy yetakchi muhandislik va energetika korxonasi Markaziy Osiyodagi. Katta rahmat. Botir aka, sizda oxirgi so'zlaringiz bormi? Oxirgi so'zlarim yo'q. Menimcha qiziq bo'ldi deb o'ylayman. Bu epizodimizda shunchaki xohlardimki, bu masalaga jiddiyroq yondashib, yuzaki qaramasdan, tez shoshilib o'tkazib yubormasdan ko'proq bahs bo'lishini xohlardim, ko'proq odamlar eshitilishini xohlardim.
man bu bahs muzokara orasida ko'rgan bir narsalardan bittasi, biza filologmiz, biz tilshunosmiz, siz iqtisodchisiz, siz o'zingiz ishingizni qilavering, siz tushunmaysiz buni degan gaplarni eshitdim. Yo'q, bu til hech kimniki emas. Til hech kimni shaxsiy idorasi, shaxsiy tomorqasi emas. Buni kimlarnidir xohishi, kosmetik xohishi yoki jiddiy xohishiga qarab tez o'zgarib ketadigan narsa emas. Hech bo'lmasa o'sha это вам parlament, а не место diskussiya degan gap bor-ku. Hech bo'lmasa shu diskussiyani imitatsiya qilishga ham qo'yib bersanglar, gap shu mavzu to'g'risida gaplashayotganda og'ziga urilgan aniqini ham ko'rdimda. Ya'ni sizlar ortiqcha bahs qilyapsizlar, bizga xalaqit qilyapsizlar. Biz 20 yildan beri ishchi anaqasi bir qanaqadir дорожный kartani chizib qo'yamiz, ishchi guruhlar bor edi. Shu hayotimiz mukkasidan ketgan masala edi. Sizlar qayerdan qo'ziqoringa o'xshab chiqib olib, iqtisodchilar boshidan tiqyapsizlar bu yerga. Shu import tariflarida o'tiraveringlar degan gapni ham eshitdim-da. Yo'q, bu o'zbek tili, bu jiddiy narsa, bu sizniki emas, bu meniki emas. Bu avlodlarni hal qiladigan, bu o'ta muhim narsa. Lekin odamlar tushunishini xohlardimki, mana shunaqa diskussiyalar kimdir shu shaxsiy manfaati yoki g'araz deb emas. Bu hamma bu millatni, mamlakatni, avlodlarni taqdiri haqida ketayotgani uchun jiddiyroq qarashni xohlardim. Shu balki. Katta rahmat Botir aka, tinglovchilarimiz katta rahmat. Men o'ylaymanki, nima deydi, shu hal qilayotgan deputatlar ham bir tinglab ko'rishadimi, qanchalik katta masalalar. Bir xillarda parlamentda qanaqadir qonun tez o'tib ketsa, mayli qaysidir vazirlik qaragandir deysiz-da, lekin bundan muhimroq narsa kamdan kam qabul qilishardi bizni qonun ishlab chiqaruvchilarimiz. Umid qilamanki, o'z ishlarini bajarishadi. Endi senatda ham ko'pchilik asosiy ish senat emas, boshqa ishlarda ishlashadi. Lekin bu narsani bunaqa nima desam ekan, qanaqadir yetarli darajada bir izchil mulohazasiz o'tkazayotganligingiz ham ancha achinarli. Afsuski, ya'ni bu narsa senatga umid, shunga senatorlarga ham tanish senatorlar qo'yasizlar deydi-yu. Tashab qo'yinglar, tag qilib qo'yinglar. Men bitta rahmat. Rahmat yozasiz. Ham kerak. Rahmat sizga ham. Ko'rishguncha.